Assalomu alaykum Namangan. Bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz, qani let's go. Assalomu alaykum. Bu Namangancha podkast va nihoyat bu safargi sonimizda juda ham ajoyib, juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki bu sonimizda sayohatchilarni taklif qilganmiz. Ya'ni shu noodatiy sayohat qiladigan namanganlik bloger deyim, blogerlarimizni taklif qilganmiz. Ular bilan birma-bir suhbatni boshlaymiz. Ayni damda studiyamizda Jobir Namanganskiy niki bilan tanilgan Jobir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa suhbatimiz yaxshi bo'ladi degan umidda. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Hammasini ochiq oyda aytamiz. Xo'p, Jobir aka, men qarang, siz velosipedda umraga borish niyat qilibsiz-da. Mana o'sha borib ham keldingiz-ku. Qayerdan chiqqan bu sizga bunaqa fikr? O'sha velikda sayohat qilish qayerdan chiqqan sizga? Velikda sayohatga chiqish nima deydi? Buni ko'rib, unda men niyat qilganimda bir 8 yil oldincha velosipedda yo bir peshkom chiqqan anaqalar yo'q edi. Bir niyat orzu bo'lar ekanda hammani ham. Ya'ni 8 yil oldin niyat qilgansiz. U paytda menimcha internetlar zo'r rivojlanmagan bo'lgan. Yo'q. İnternetlar rivojlanmagan. Bir 2 kun oldin tish doktoriga kirganimda bitta bola telefon qilib qoldi-da. 4 yil oldin ham biz qarindosh urug'lar o'tirgandami, oshna og'ani sinfdoshinglar bilan o'tirganingizda 4 yil oldin men sizni umraga velosipedda boraman deganingizni eshitgandim deb haligi bola telefon. Oldinda dema aytib yurasiz degan. Aytib yurardim, niyat qilardim. O'sha bola ham meni ko'rib turgan bo'lsalar kerak, hali ko'rib telefon ham qiladilar yana. Qarang, qanaqa sizda haligi qo'rqish, shunaqa narsalar bo'lmadimi? Nima olib oldingiz yo'liga? Velosiped masalan teshilishi bor, yo'llarda buzilib qolishi bor. O'shalarni o'ylamadingizmi? O'shalarni hop, men temir ichida katta bo'lganim uchun dedomlar temir yaxshi ko'rganlar, mashinalarni ham polni o'zim qo'limdan chiqarib, o'zim qaraganim uchun bir cho'chish bo'lmadi. Alloh o'zi chaqirsa, siz hech nimadan qo'rqmas ekansiz. Bir 6 kishi, 7 kishi bilishadi, billa borayli deb jub bo'lib hammani taklif qilganman. Men ketishga o'shalar ko'rib turishgan bo'lsa ham kerak. Mana Allohga shukr, 150 ming, 200 ming odam yo'limdan chiqdi. O'shalar ham ko'rib turishgan bo'lsa, hammaniga rahmat. O'shaning uchun men bilan birga ketmaganlar ham afsusda bo'lishdi. Allohim o'zi chaqirgan bo'lsa, hech nimadan qo'rquv bo'lmasa kerak. Qara, mana shu sayohatga qo'y, velosipedda chiqma, kerakmas, unda samolyotda borib qo'ya qol deb siz yo'lingizdan qaytarmoqchi bo'lganlar ham bo'ldimi? Juda ko'p bo'ldi. Tanishlaringiz, masalan, yaqinlaringiz orasida shunaqa qaytarishga urinish bo'ldimi? Uringanlar bor. O'shalarga aytdimki, mashina bor, hamma narsangiz yetarli. Hamma narsa yetarli, chunki velosipedda men niyat qilganman dedim. Hammasini Allohim o'zi yetkazadi deb yo'lga qaytib tushib ketaverdim. Tushunarli. Bu o'sha yo'ldagi taassurotlar haqida ham gapirib bering. Mana qarang, Namangandan yo'lga chiqdingiz. Menga oldin ham eshitdim. O'zim ham masalan aytganman sizga, "Oka, qiyinmikin?" desam, "Yo'q. Agar men borsam bordim, bormasam o'sha yerda qop o'ligim keladi" deganman. Yo, shunaqa degansiz, to'g'rimi? O'zingizga yozishibdi ham, u qaytadi yo'ldan desa, "Yo, u yo'ldan qaytgandan ko'ra o'lganim yaxshi, u jonini tikib ketgan" deb bir ikkitalar yozishgan ekan. Niyat yaxshi bo'lsa, ko'pchilik podpiska uchun, nimalardir uchun har xilda insonlar endi haligi yomonlab bo'lmaydi, haligi Alloh bandasi, insonni yomonlab bo'lmaydi o'zi asli. O'shaning uchun qarang, mana shu yo'lga chiqish boshladingiz. Birinchi kuningiz qayerga yetdingiz? Masalan, ertalabda bomdoddan yo'lga chiqdingiz. Kuzatib turdik Instagramingizda ham. Qayerga yetib bordingiz kechgacha? Soat 7larda yo'lga tushdim. Erta kunda turdim, namozlarni o'qib, hammasini juma kuni yo'lga chiqdim. Bir kun oldin qadrdonlarimni, qarindoshlarimni chaqirib, ehsonlarni qilib, umidni uzib, o'ydan. Nimaga umidni uzib? Endi yo'lda har xil voqea bor, jon chiqib ketishi bor. Endi Alloh o'zi biladi.
ikki qosh o'rtasida deydi-ku. Birinchi kuni soat 7da yo'lga chiqib, shu bilan Navespost deydimi, mana perval boshlanishi. Chodakka kirib ketish. Chodakka kirib ketish joyida qoldim. Qarang, yo'lda o'shagacha sizga odamlar to'xtadi. To'g'rimi? Har bittasi duo olib ketgan-dur. Shunaqa bo'ladimi? Duo oldi. Biz unaqa yurib ko'rmaganmiz. O'sha taassurotlar haqida ham gapirib bering-chi. Taassurotlar juda g'alati bo'ldi. Birinchi kunda gapirib bering. Birinchi kuni g'alati, ajoyib odamlar chiqyapti. Uje mana G'ishko'prodan yo'lga chiqish boshladim, mahallaning orqa tomonida soya yonidan ketishni boshladim. Mikrondan uje boshlandi bitta ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Mana Rayaddel dedim Mikrondagi. Rayaddel oldiga kelsam, uje suv berish boshlandi menga bakalashkada. Hayron bo'ldim. Ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Hayron, ajoyib, unaqa kutmagandim. Suv berdilar, yo'q, pulim bor, plastigim, cho'nta hammasi yetarli. Desam, yo'q dedilar, suv ichib keting, duo qilib ketasiz dedilar, duo qildim. Birinchi ashilga Rayaddel oldidagi ukamiz ko'rib turgandirlar, shular chiqdilar. Shu bilan yo'lda ketdim, Angorpos oldiga kelganda bo'ldi, bolalar keldi. Duo so'radi, katta odamlar ham kelib duo so'rashdi. Hayronman, xuddi men haligi osmondagi farishtaga o'xshab qoldim-da, go'yoki. O'zim ham hayronman, taassurotim. Yo'lga tushdim, ketdim. Bir ikkita video qo'ydim. Telefon qilish boshlanibdi. Nimaga video qo'ymisiz? Endi deyman, reelsga bitta ikkita qo'yib bo'ladi-yu, mana Nergilsin nima dedi? Istoriyaga dedim, qo'ysam bo'laveradi, lekin reelsga qo'ya olmayman, bitta ikkita qo'yaman dedim. Telefon qilish boshlashdi hammalari. Ko'p qo'yib olmaydi deyman. Shu bilan juma kuni yo'lga tushib, shu bilan shomga borib u yerga to'xtadingiz. U yerga borib to'xtadim. Yo'llarda itlar qo'yladi, mana pop yo'limida, cho's yo'li xullas. Qocha oldingizmi? Orqasida bagaj borligi hisobiga haligilar ovqat berdi yugurlar ekan. Uni men tushunmadim. Birinchi ko'ppa kunduz kuni jumadan keyin bo'lgan voqea. Hayronman, qo'yilibdi deyman. Undan keyin shu bilan shu paytda oshxonaga to'xtadim. Oshxonaga to'xtadim. Navespostdan o'tmoqchi bo'lgansiz. Ash haqida ham ozgina gapirib bering va o'sha paytda mashinaga chiqdingiz. U yerda gaishni akalar to'xtatishdi. Undan keyin korоче, o'tolmaysiz deyishdi. Nimaga desam, mana shunaqa deb piyoda. Mumkin emas ekan. Mumkin emas ekan. Piyoda velosipedda berib yurishingiz mumkin emas. To'xtab turing deyishdi. 8 ta mashina tashiydigan hali fura bor ekan, 2 qavatli. Haligi bitta o'zimni velosipedimga yuklab berishdi. Anjorli akamiz bor edilar. Meni ko'rib turgan bo'lsalar, Anjorlar sog' bo'lsin. Sog' bo'lsinlar. Mana hammani eslayman, kim menga ro'paramdan chiqib suvlar berishdi, nimadirlar berishdi, yeganimcha yeganman, qolganiga rozi bo'lasizlar, berib o'rganman. Menimcha o'sha kundan negativlar boshlandi shekilli. Boshlandi. Mashinaga chiqdingiz, lekin siz kimgadir va'da berganmisiz shunaqa faqat velosipedda boraman deb? Yo'q, men Allohimga va'da berishim mumkin, ota-onamga. Boshqa hech kimga men va'da ham, qasam ham ichmayman. Faqat velosipedda boraman deb. Faqat velosipedda boraman deb. U yerdan mana ko'rib guvoh bo'ldim o'zim. Bunaqa joylarda velosipedda, piyoda yurish mumkin emas deyishdi, negativlar yozish boshlashdi. Maxsus shunaqa joylar ham bor-da, yurish mumkin bo'lmagan. Maxsus shunaqa ekan. Keyin meni boryapganlar xafa bo'lishmasin, men hammasini realni qo'yib bordim-da yo'lda. Furaga chiqdim, mana gaishni akalarimiz chiqarib yuborishdi mana deb turib aytdim hamda. Shu aytgan bo'lsam ham shuni negativlar va qo'l og'rimasin dedim, lekin o'sha Arabiston, Madina, Makkalarga borib ham negativchilar qo'lini og'rimasin. Sizlar bo'lmasa ana biz mana Instagramimiz portlamaydi dedim, duo qildim, lekin negativlarni yozinglar dedim, dalshi. Endi rostdan ham siz hech kimga faqat velosipedda boraman deb va'da bermagansiz. Va'da bermagan. Endi yo'lda baribir mashinaga iloji yo'q chiqilar ekanda, hamma chiqar ekanda. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi masalan velosipedda ketayotganlar ham, piyoda ketayotganlar ham hammasi iloji yo'q chiqishadimi? Iloji yo'q chiqishadi, nimagaki eng kam cho'l Xorazm cho'li bo'ladi, 430 kilometr chiqadi.
o'sha men aytganda Gruziyaga chegarasigacha qarang, Xorazm dedingiz. Xorazm cho'lda ham bir kun qolib ketdingiz a? Cho'lda. Shu bilan anaqa hech narsa qo'ymay qo'ydingiz? Yo'q, Xorazm emas. Qayerda u yer Rossiya bilan Qozog'iston chegarasining o'rtasida. O'sha joyda qolib ketdingiz a? O'sha как положено o'sha palatkalarda yotdingizmi? Palatkalarga yotkim keldi-yu, bir tomondan yurgim ham keldi. Shu bilan masalan 2 kun 3 kun hech narsa qo'ymaganingizga ko'pchilik menga ham yozdi, Jobir akaga nima bo'ldi ekan? Yo'q, men bildim, odamlar aytdimki, mehribon. O'shaning uchun insonlarni bir-birini yomonlashga haqqi yo'q deyman-da. Insonlar mehribon. Hamma xavotir olibdi. Qayerga borsam o'sha xavotir olishdi. Xavotir olishadi. Kuzatuvchilar borda baribir kuzatib turishadi. O'sha tunda, kechqurunda qayerga yo'q bo'lib qoldingiz? O'sha haqida ozgina gapirib bering-chi. 3 kun yo'q bo'lib qoldingiz. U yerda 3 kun emas, 1 haftacha yo'q bo'ldim men. 1 hafta 6 kun. O'sha videoni qo'yishimdan maqsad men dedim Qozog'iston chegarasidaman, o'sha bu yerdan chiqib ketgandan keyin imkon bo'lmasligi mumkin, Rossiyaga o'tyapman, VPN orqali ishlarkan deb aytib ketdim, yaxshi ham. Qara, Rossiyaga bordingiz. Rossiyadan Turkiyaga uchmoqchi bo'ldingiz. Rossiyadagi voqealardan ozgina gapirib bering. Zuhriddin degan ukamiz yo'lda o'sha Qozog'iston chegarasida 3 oylik anaqa registratsiya qilib kirdi chiqdi kelishar ekan. Okay dedilar, siz dedilar, men internet ishlamasa dedilar, yozib beraman dedilar. Palonja oxiri bo'ladi Kavkazga borib, edan dedilar, Gruziya chegarasiga o'tasiz deb bitta qog'ozga yozib berdilar. Zuhriddin deb turib telefon nomerlariga yozib berdilar-da, ukammiz. Buxoromi? Buxorolik ukamdilar. Ana Gruziya chegarasiga borib qaytdimda. Siz qara, Rossiyadan Gruziya chegarasiga velosipedda bordingiz, a? Bordim. Menimcha 2 yo 3 ta mashinaga chiqdingiz xolasa, ko'p chiqmadingiz. Shunaqa. Endi keyin u yoqqa borib Gruziya chegarasiga bordingiz. Borib, meni anaqa qildi. Nima deydi bordingiz mana o'sha borgan joyingizdan gaplashaylik. Mendan dedi, "Qarshi, puling bormi?" dedi. Ruscha tushunmaysiz. Ruscha emas, u вообще boshqa tilda gapirdi. Xullas, puling bormi dedi. Xullas aytdi-da, puling bormi, gassiysan bormi dedi. Tushunasiz-ku, gassiysan bormi, pulni aytsa bilasiz. Hech narsa yo'q. Hammasi bor dedim. Gassiy yo'q dedim, pul bor dedim. Plastigimni ko'rsatdim, tushundim-da, pul dedi, plastik dedi, mana dedim, sharbasi bor, toqqasi bor dedim, yonimda pulni ko'rsatdim. Xullas, sen dedi, o'zingni straxovaniya qilishing kerak dedi. Keyin bo'ldi, straxovaniya qilaman desam, yo'q dedi, sen dedi, oldin qilib kelishing kerak dedi. Ichkariga olib kirib ketdi, 2 soat, 3 soat qolib ketdim. Qani edi, Xudodan so'radim. Rossiyaga qaytsam, bildim, orqaga qaytsam, u yerga o'sha 3 kunmi ichib ketishim kerak ekan. Dokument qilishda o'sha nimadir deyish kerak ekan, 3 kunlik anaqaga yozdirmaslik kerak ekan. Sayohatni nimadir demaslik kerak ekan. Bo'ldi, velosipedda kelgan joyingiz o'sha joygacha. O'sha joygacha. Keyin orqaga qaytdingiz. Orqaga qaytib turib, yo'lda ketsam, o'sha Buxoroning furalari turishgan ekan. Men u yoqda Rossiyaning chegarasidan sal pastroqda gassisasi bor ekan. O'sha joy mo'ljallab ketgandim. Xudo, nima bo'ladi endi? Orqaga qaytdim. Xudo deyman, qaytdim deyman. Uxlab dam olib yo'q, ertasiga ertalabda bo'lgandan keyin dedim, Turkiyani biletini bir hal qilib qilarman, o'zi charchadim, o'zi miya qisdi-da, qaytdim orqaga. Nima bo'ldi, Xudo, bunaqa men niyat qilmadim sendan deb bitta furani bilan gaplashdim. Ancha suhbatlashib qoldi. Mashina bo'ldi, mana. Undan oldin anaqaga ham borib keldim men. Haligi nima dedi? O'zingni straxovaniya qilgani bordim, sen dedi, udaldi bo'psan 5-4 yilga dedi. Undan keyin keyin ikkinchi fura bilan gaplashib qoldim. Qarindosh mashina olgan ekan, ikkitalar 80 ekan, qushim keldilar, gaplashib turdi ancha. Bitta tanishlarga qildilar. Bir 40 kilometr Rossiya chegarasidan yo'roqda yashar ekanlar. Ular choyxonada ishlar ekanlar, qarindoshlar. Bittasi haligi yo'lda ko'rishgan usta ekanlar, Zuhriddin degan.
3 oylik anaqa Qozog'istonda registratsiya qilib qaytgan ukam bizga qoldi. Mana bunaqa, Stalinoy velosipedmi? Ha, orqasi sariq bagaji ham bormi? Ha. Okani men yo'lda ko'rdim tamojnida, aqa o'tib ketibdilar, ha, mana shunaqa. Keyin telefonni berdilar menga, gaplashdim, men oka. Men sizga telefon nomer berdim, o'timni ham yozib qo'ydim. Bu anaqa bo'lsa, men uyimda qolib ketaverasiz dedim, dumimda. Mehmon qilaman dedim. Bir mana qara to'xtov bilan qaytib yana baribir. Inson bilan ko'rishar ekan. U yerda mehmon bo'ldingiz bor. U yerda 2 kundan keyin mehmon bo'lib, qarindoshlarga narga telefon qilgan qarindoshlarni joylarga ham bordi, somsalarni edi. O'zbekskiy somsa. O'sha sizni mehmon qilganlarga nima deysiz? Ular Allohni juda yaxshi ko'rishadi bular. Alloh shunday suygan bandalar o'sha meni oldimga ro'para kelishgan-ku. Ko'zimdan shunday hozirgacha mana o'zi aran turibman to'g'risi gap. Juda mana o'g'lim turibdi. Allohim o'g'limni ham o'yladi shekilli mana bir badanim o'zi juda seskanib g'alati bo'lib ketdim, to'g'risi gap. Allohim shundoq boshqacha-da, Allohim ishini tashani. Aylanini Alloh bu go'zalliklarni bekorga yaratmaganman. Sizlar sayr qiling. Ha, go'zalliklarni ko'runi. Tirikchiligim qolib ketadi, farzandimni boqishim kerak, bundoq har xil anaqa gaplar bor-ku. Sayr qiling, qadrdonlar. O'shaning uchun ham men mashinada samolyotda bormadim. Ha, prosta o'sha go'zalliklarni ko'rish ham maqsad bo'lgan sizda. Ha, go'zalliklarni ko'rish. Mana hozir fikrim qancha rivojlanganini mana bular ham yozishar hali kommentariyada. Fikringiz o'sadi, miyangiz o'sadi. Kimlardir bilan ko'rishasiz, yaxshi insonlar. Bu insonlar hammasi Allohni suygan bandalar. Mana oldimga ro'paramga chiqqan insonlar bor-ku. Meni qo'llab-quvvatlab, yo'llarda signallarni cho'lib, qo'llarni ko'tarib, yana borgim keladi. Isheni. Qarang, keyin u yerdan Rossiya, Turkiyaga uchdingiz. Shunaqami? Turkiyadan keyin Saudiyaga. Qarang, ashi Rossiyadan chiqib ketayotgan holatingiz bir odamlarga tushuntirib aytib bera olasizmi? Rossiyadan chiqib ketayotgan holatim Rossiyagacha o'sha Turkiyaga uchib ketishgacha men qiynalmadim. U yerda Rossiyada ham 2 kun turib qoldim. Aeroportga keldim. Bir kun oldin haliga Zuhriddin degan ukamiz bilan aeroportga kirishdan oldin qog'oz berar ekan, bilet kelgan berar ekan u yoqda. Chamadonlarim hammasini mana yuklarimni qo'ydim. U yerda Rossiyadan velosipedda jo'natib yubordim uyga. Velosipedingiz ketdi O'zbekistonga. O'zbekistonga ketdi. Ularga ham ming rahmat. Men olib ketaman dedilar, tagiga yuklab berdim. Jiyanim Xorazmda bor, unga bersangiz undan u yoqqa ketadi dedim. Yo, Toshkentgacha olib ketadi dedilar. Yo, rahmat deyman. Ularni ham rosa duo qildim. Eshitib turgan bo'lsalar. Keyin yuklarim o'tkazib bo'lgandan unaga borasiz dedilar-da. Borsam ruschalab tushunmayman. Anaqa bir balo aqa o'tsam ikkita milisa turibdi, geyishni qo'lni qayraman deb turibdi. U yoqdan Rovskiy turibdi. Nima deyman? Bir aybim bormi? Jinoyatchidagi kutib olibdi-da. Jinoyatchida juda g'alati bo'lib seskanib, xudo, ikkinchi gumon bo'lib, xudo chaqirmagansan shekil. Urushga yo baqa kirib ketib qolaman, yo bo'lmasam orqaga qaytamanmi? Xudo, shuncha yelkamni yuk bilan Alloh o'zing chaqirgan bo'lgan, o'zing chaqiruvding-ku, men ketyapgandim, yomon niyatda emas-ku xudoyim. Mana hamma narsamni ol, lekin o'sha insonlarga men yelkamdagi yukimni olib beray. Shuncha inson ko'pchiligi borganda, lekin yo'ldan qaytgan o'sha insonlar. O'ligim qaytsa ham, lekin o'sha yo'lda men Alloh o'yini niyat qilib ketyapman, qaytarman Alloh deyman xolos. Zuhriddin degan ukamizga qildim, ruschalab gaplashdilar. Bir 10 martacha qildim, bir kishini o'ziga, 3 kishini o'ziga, ikkita geyishni, Rovskiy, 4 kishiga bir 10 marta telefon qilib berdim, tushunmayman.
dokumenti farshibga deydi, u deydi, bu deydi, san deydi, registratsiya qilmagansan deydi, 3 kun ichida ketishing kerak deydi. Uni tushunmayman. Keyin Zuhriddinga telefon qilib beraman. Jiyanim ham bor deyman, dokumentlar bor deyman. Bir kun oldin jiyanim borgandilar. Turkiyadan joy qilib qo'ydim deb, joying bormi, Turkiyaga borasan, sen O'zbekiston qaytishing kerak, yo'q, mana dedi, xullas tushunmadim. Xullas Turkiyadagi mehmonxona va anaqalarni ko'rsatgansiz-da, turar joylaringizni hammasini ko'rsatdingiz. Turar joylarim. Ungacha lekin sizga shunaqa muomalada bo'lishgan. Qattiq muomalada. Men dedim, mana gassisam, birinchi tushunmadim. Sen dedi, bu deydi, Zuhriddinga telefon qilaman, gassini to'pilga ag'di, gassini tayyor qilganmisan dedi, na qo'ppaydi, yana qilaman. Beda nimaga qolding dedi, Rossiyada nimaga bir haftadan yuribsan dedi. Uni anaqa qildim. Xullas 8 keyin xullas tushunib oldim. Bir soat o'sha vaqtim ketdi-da, to mana qilguncha 4 kishini o'ziga. Keyin xullas dedim, mana dedim, men dedim, Rossiyada yurganman, Qozog'iston, O'zbeklar butun dunyo meni ko'rib turibdi, mana mashinam, velosipedim dedim. Men dedim, Saudiya umra haj qilganman, velosipedga ketyapgandim. Mana dedim, Gruziya dedim, atmen qildi. Iloji yo'q, samolyotda uchyapman. Iloji yo'q, samolyotda uchyapman. Men seniki farshibga dedi, u dedi, bu dedi. Xullas ketdim u yerdan. Qolib ketganingizda nima bo'lardi? Qolib ketganimda yelkamda yukdi. Nimadirlar bo'lib o'shaning uchun. Nima bu, qamab qo'yarmidi, urushga jo'natarmidi? Urushga-ku endi jizni bormasdim ham. Hammasini qamab qo'yaman, yelkamdagi yukimni tashab kelishim kerak. Endi urushga borsangiz, aqd o'lib ketib qolsangiz, yelkamni men shuncha yukni o'zim bilan, ulug'im bilan olib ketmayman. O'zi og'ir bo'ladi. Uni ustiga yelkamga shuncha yukni olib ketmayman, dedim. Har xil boshimdan anaqa gaplar bo'ldi-da, o'zimga o'zim u dedim, bu dedim, xudo deyman. Keyin yo'ldan o'tdim. Puling bormi dedi ham. Mana pulim bor dedim. Mana plastigim. Xullas, bo'ldi dedi. Dori chekmasanmi dedi, dori yo'qmi dedi. Yo'q, unaqa narsalar yo'q dedim. Xullas, ulusiga o'tdim. Ulusi ham bir soat ushladi, cho'chidim. Oxiri aeroportga bir yarim soat qoldi haliga avtobusga chiqib ketadigan joyi bor, xona zali. U yoqda ham bitta ishiga bor ekan, u yerda bitta ayol bilan bitta erkak turibdi, dokument qilgani. Uni ko'rib farshibga dedi, dedim, men Rossiyaga kirib chiqqanman, aqa chiqib, baqa chiqdim, mashina bo'lib ketdi, 2 martadan pechat, 2 martadan qo'l qo'yilgan dedim. Bo'lmasa telefonni ber dedi, telefonni berdim, xullas. Aeroportga kutadigan zaliga chiqib olib, xudo. Hamma narsangizni olib qo'yishdi. Hamma narsamni olib qo'ydi. O'tirdim, xudo, nima bo'ladi? Belatga ham ko'diraverarmikin deyman, o'ylayman, har xil o'y keladi. Xudo, shaydan qaytib ketamanmi? Yo'q, ana olib kirib qo'ydim. Bag'dagilardan qo'rqitdim, menda shuncha yuk. Bag'dagi kurtkalardan ham hujja ana o'qimadim. Yelkamdagi yukdan asosiy. Keyin 5 minut, 10 minut qolganda uchishiga. Va mana telefoning dedi, mana dokumenting dedi, mana bileting dedi, mana pasporting dedi. Ket dedi, g'alati qilib berdi. Ketdim men qaydasan Turkiyada. Keyin Turkiyadan keyin Saudiyaga uchdingiz. Turkiyaga. Keyin o'sha mana o'zi chunki navbatda ozgina vaqtimiz chegaralangan, to'g'ri tushunasiz. Navbatda yana qolgan ko'ryapsiz, suhbatdoshlarimiz bor. Saudiyaga borib, hammani salomini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazdingizmi? Eng asosiy anaqa odamlarni qiynaydigan anaqa shuda ash haqida ozgina gapirib bering. Hammani salomi yetib bordimi? Kirdingizmi? Muhtaram boshlovchi, vaqtingiz belgilangan bo'lsa, hammani men o'sha yerga borib, aqlim yetganicha har namozimda, Ka'baga tushganda, Madinada, har namozimda Ka'bani oldiga bormagan mahalim ham, xonada yotgan mahalim ham Allohimdan, dilimdan o'tib turdi. Hammani Allohim
esimga tushirdi ham ertasiga esimga tushib o'landi deb qilaman. Xullas hammani aqlim yetgancha 100 yil yelkangizda tog' ag'darildi. Ha, Xudo xohlasa endi Allohim o'zi biladi. Allohimdan boru Allohim bandam sen namozingda yig'lab mendan so'ra, men seni duo dedim. Ijobat qilaman. Duolaringni ijobat qilaman deganda mana hozir o'zi yig'i keldi yana. U yig'i ham o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Allohim sizni sevganidan, bir muhabbatingiz borligidan Allohim bu dilingizni yumshatib qo'yadi. To'g'risi gap. Maza qilib mana ko'rdingiz, ko'rishgan. Samarqand, Jizzax, Buxoro, Navoiy, Xiva birinchi borsani endi mana borganlar u joylarni ziyorat qilmasdan borganlar xafa bo'lmasizlar. Birinchi bo'lib o'zimizni ziyorat qilish kerak. O'zimizdagi ulamolarni demoqchisiz. Ha, o'zimizni ulamolarni ziyorat qilib, o'sha yer o'zida ham hoji bo'lishini ham mumkin ekan. U yerda domlalar aytishdi, xafa bo'lmani, negativ bildirmani. Men bor gapni bir kishidan o'sha domla gapirgan gapni aytdim-a. O'zimizdagi ziyoratchilarni ziyorat qilib, keyin umraga, hajga borsang yaxshi bo'ladi deb shu gaplarni aytishdi. Xafa bo'lmasizlar, yana aytdim takror. Okey, endi oxirgi savollarimdan yana bittasi bor-da. Mana aka, yo'lga hozir ham ko'p internet ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz. Piyoda, velosipedda yo'lga chiqishganlarni ko'ryapmiz-da. Nima maslahat berasiz ularga? Borishsinmi shu holatda? Nima deysiz? O'shalarga ozgina bir to'xtalib o'tib ketaylik. Xo'p, nima maslahat berasiz yo'lga chiqqanlarga? Borisha olaydimi? Borisha oladi. Gruziya chegarasigacha. Yo'g'a samolyot, poyezd bir balolarni qilib, yo'llarga oma plastik olishsin, viza karta qiynaladi odam. Viza karta, 2 xil 3 xil viza karta, Rossiyada alohida, boshqa joyda boshqa karta viza ishlar ekan. Xullas yaxshi niyat qilib yo'lga tushib, plastikka ham pul, yonga ham pul, hamma sharoit qo'lishsin, lekin eng yaxshi yo'l samolyotda borgan yaxshi-da, to'g'rimi? Baribir samolyotga chiqishadi. Ha, samolyotda chiqishadi, baribir yo'llardan o'tkazmaydi. Men yana gapiraman, haligi Madinada gapirganimizga g'iybat qilmani deyshibdi. G'iybat emas. Prosta o'sha odamlarga tavsiya. Ha, o'sha odamlarga tavsiya, yo'lda ketyapkan, velosipedda ketyapkan, piyada ketyapkanlar ham yozibdi, men ko'rdim. Ularni Alloh o'zi jazosini beradi. Allohga so'p qo'yaman ko'proq. O'ylaga o'qiyman, indamay o'tib ketaveraman. Bor gap aytdim, men qo'yaman, men realniy bo'lgan narsalarni qo'yaman-da. Ha, yo'lda nimaga chiqdim, nima qildim, hammasini qo'yaman. Men peshkom bordim, velosipedda bordim deb o'ylaga ozgina yurib qo'yib, dalshi mashinada ketmayman. Lekin hech kim, masalan, siz o'ylashingiz mana 5-4 yil 10 yil, oxirgi 10 yillikda ham hech kim bormagan. Hozir ham o'sha fikrda qoladi. 50 yil oldin ham bormagan, mashinada borgan. Eng kam cho'l 430, bo'lmasa 1,5 kilometr cho'l, daryo, dengiz. Mana piyoda borish iloji yo'q. Piyoda velosipedda oxirgacha Dakansi bora olmaydi. Rostdan ham menimcha shunaqa. Men Gruziyadan o'tgan taqdirda ham, men o'ylashim bo'yicha, endi o'zimning fikrim, Gruziyadan o'tgan taqdirda ham Turkiyaga o'tadi, Gruziyadan. Turkiyadagi Suriya bilan Eron bor. Suriya bilan Eron menimcha nerealniy narsa-da, o'tib bo'lmaydigan. Iloji yo'q, samolyotda boriladi keyin. Shunaqami? Aha. Boshqa yo'l yo'q-da. Boshqa yo'l yo'q. Men realniy yurganimni, mana o'zlar ertalab ketib, shomga yaqin to'xtatganimni bilishadi. Nimaga desangiz, mana qo'lim qo'yib ketgan. Birinchi o'sha qavati yo'qali bo'ldi, ko'chib ketdi, yuzlarim ham qo'yib ketdi, ko'pchilik biladi. Piyoda borgan, velosipedda borganlar qani o'shalarni qo'li qo'yib yo yuzi qo'ydimi o'shalarni? Ko'pi kim mana yaqin orada borgan piyoda bordi-ku, endi o'sha bilib oladi, hamma biladi kim borganini. Daji hech qancha piyoda yurmagan, mashinada yurgan o'shalar ham. Keyin gaplashayman, mana hozir yana Madinada ham aytdim, Alloh o'yda turib g'iybat qilman. G'iybat emas bu, qadrdonlar. Mana boshimdan o'tdi, yo'l yurdim, men bilaman. Men bor gap aytaman, bor narsani qo'yaman, Allohdan qo'rqaman. Yana haligi bir kishi
negativlarni o'qimani, buni o'qimani deb aytibdilar. Baribir yozar ekan odamlar. Allohdan qo'rqing. E'tibor bermaslik kerak. E'tibor bermaslik kerak. Men o'qimayman, baribir yozganinglar bilan. O'qiganim bilan yaxshi gaplarni ko'rib ko'zim tushishi mumkin. Yaxshi noto'g'ri gaplarga Allohim ko'zimni ko'r qilib qo'ydi shekilli. Ko'proq noto'g'ri gaplarni qarindosh, do'stlar, sinfdoshlar bir telefon qilib noditi deb menga yetkazishadi qadrdonlar. Lekin o'qiyman, yaxshi yozsani o'qib, sizlarni telefon qilsa, lekin kim telefon qilsa men ko'tardim. O'sha yerda iloji boricha ulab telefonni ko'tarib, savollarga javob berib keldim. Xafa bo'lmaysizlar, qolganlar yozmisiz, olmisiz deb xafa bo'lishmasin. Rahmat Jobir aka, vaqtimiz ham bilasiz, chegaralangan. O'zi vaqtimiz bo'lib qopti. Navbatdagi suhbatdoshimizni chaqirishimiz kerak. Ularni ham vaqtlarini olib qo'yamiz. Chiroyli suhbat uchun rahmat. Hammasini ochiq oydin gapirganingiz uchun ham rahmat kattakon. Oxirgi gapingiz bo'lsa, gapira olsangiz. Ilohomin, men oxirgi gapim duoyim bilan inshaalloh. Inshaalloh hammani umri uzoq bo'lsin. Ota-onasi borlar sog' bo'lishsin. Farzandlari mehribon farzandlardan bo'lsin. Birinchi o'rinda Allohim nazarini solib qo'ysin. Allohim nazarini solib qo'ysa, o'ziga oson ekan. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Allohu akbar. Oxirgi savolim bordi. Oxirgi savolim. Bundan keyin yana mana sayohatga chiqqaman, esimga tushib qoldi. Qayerga sayohat qilmoqchisiz? Bir Afg'onistonmi? Afg'oniston. Velosipedda. Velosipedda. Yo mashinada, yo velosipedda, yo peshkom. Gap yo'q. Xudo xolasa, keyingi suhbatlarimizda yana chaqiramiz. Afg'oniston qayerga sayohat qilgan bo'lsangiz, bir u haqda ham bir suhbatlashamiz, aka. Rahmat, Namangancha podkasti kuzatib turing. Keyingi mehmonimiz ham borlar. Keyingi mehmonimizni taklif qilamiz. Juda ham ajoyib suhbat bo'ladi. Keyingisi ham bizni kuzatib turing. Navbatdagi mehmonimiz ko'pchilik Namanganda kuzatib turdi, bularni ham noodatiy shaklda sayohat qilishgan do'stlari bilan. Zaporojda, Zaporojda sayohat qilishgan. Butun O'zbekistonni desa ham bo'ladi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ha, rahmat. Bu g'oya qayerdan keldi sizga? G'oya oldindan bo'lgan. Sheriga mashinamida u отказ qilgandan keyin yangi sheriklarni topib ketdi. Ha, boshqa kishi bo'lgan oldin planda. Planda boshqa kishi bo'lgan. Endi chiqa olmayman-da, o'zidan kelib chiqib. Zaporoj qayerdan oldinglar? U juda yana eski Zaporoj. Juda qiynaldinglar shekilli yo'lladi. Qiynaldi, o'zi aytsam kulgili chiqib qolishi mumkin-da. Mayli, bir suhbatda qiziqarli odamlar bir kayfiyatini ko'taraylik. 4 kishi $100 tashlash olganmiz-da mashinani. Yo'q. Oddiy Zaporoj, endi kimgadir bizga qiziq bo'lgan, o'lib minamiz deb o'ylangan, keyin g'oya tug'ildi, chiqib ketdi, Xudoga shukr. Alloh yuzimizni yorug' qilib berib keldi. Remontini ham birga qilganmisizlar, o'zi yurib turgan Zaporoj bunda. Yo'q, biz kimdan chiqdi u g'oya? Qanaqa qilib Zaporojda uzoq yo'lni anaqa qildi? O'zi niyat qilib yurasizda, mosiyoni aylanaman deb. Qaysi moshinaligini bilmadim. Zapani oldi, zapada chiqib ketib qo'ya qoldim. Shu ustachilik bilan shug'ullanasizlar, to'g'rimi? Ha, motoris, elektrik, dizayn, korobkachi. O'zi terma bo'lgan. Terma bo'lib. Nima bo'ldi? Yurdingni qayda bir qiziqarli voqealar haqida gapirib beringchi. Qiziqarli voqea, hammamiz endi Andijonga yetib tushdi. Men o'zimga qiziq bo'lgani, Andijonga yetib tushdi, saharlik qilamiz deb vaqt bor ekan, 1 soat. Ramazon payti edi. Ramazonda chiqqan. 1 soatdan oshira vaqt bor. Bitta ko'z hammamizga ketib qoldi, nimadir bo'lib. Ko'zni ochsa abit bo'lgan ekanda o'zi. Keyin niyat qilib ikkita olaydi, Allohdan kechirim so'raydi. Uxlab qoldi. Uxlab qolindi. Endi ishtima so'p ichib bo'lmadi. Qiynamadimi mashina? Yetarli qiyinchilik bo'ldi. Perivalda to'g'rimizmi ishlamay qoldi. Ara to'xtatib oldi. Keyin jitkis qo'yib yuborgan ekan. O'sha o'zingni remont qildingmi? Ha, 2 soat o'shira remont qildi. Bag'da sovuq, bir tomondan har tomondan qo'mra bo'lganda hammasi. Sovuq ham bu shu yerda tugadi biz, ishonchimiz o'ldi, bora olmaymiz shekilli degan jotimizda. Keyin bir-birimizga yana dalda bo'ldi. To'g'illadingmi o'zingni o'sha ay o'zida? To'g'illab. Namangandan startni berdi u, Andijonga tushdi birinchi. O'g'alar kutib oldilar. Kutmaganda o'yinda o'zlari telefon qilib chaqirdilar, "Uka keling" dedilar. Meni foydam tegsin dedilar, Andijonda dedilar. Tushdi, ular bilan ko'rishdi. Farg'onada ularga topa olmadi to'g'risi. Erik Haydar borlar endi, ular bilan ko'rishish sal muammoroq. O'sha bitta tarixiy, bitta
yangilik joy olib chiqmoqchi. Xullas, sizlar butun masalan vodiydan boshlab, keyin voha tarafga polni O'zbekistonning 12 viloyatini aylanib chiqishi maqsad qilgan bo'lgani. Maqsadimiz shu bo'lgan. Chiqitdi, Toshkan bizni kutib olgan eng yoqqan Toshkan bo'lgan. Biz endi Dilshod aka bilan Abdurahmon Fozilov bilan ko'rish bo'lmagan. O'rtada ko'rishding-a? Ha. Endi o'ylamagan-da, unaqa katta odam bizni kel kutib olaman demasa kerak. Dilshod aka yo'qsa, o'sha joylarni tushuntirdilar, lokatsiya berdilar, bordi. Ammo juda iliqlik bilan kutib oldilar. Ko'pchilik Abdurahmon aka ham Dilshodda ham kibar yo boshqa deydi-yu, lekin ko'pchilik shunaqa deydi. Ha, unaqa narsa yo'q ekan. Endi odam bilan manaqa suhbat qilmaguningizcha bir kishi haqida fikr bildirish sal xato narsa-da. Chunki tanimagan odamga o'zi bizda ko'proq shunaqa holatlar bo'lib ketgan-ku. Sizni yo meni tanimaydi-da, u kibr yo u bu deydi-da, orqadan turib. Lekin siz suhbat qilib, bir choy ustida gaplashib, o'tirmaganda, endi o'shanda keyin fikr bildirsa bo'ladi-da odamlar ham. Xuddi shuni singari u bolalarni ham shunaqa deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin o'shalar bilan o'tirmagan, bilasanmi, taniysanmi yo gaplashganmisan desa, yo'q deydi. Yo'q deydi. Lekin men o'zim ham Namangan podkastga chiqishimga ishonmaydi hech kim. Umuman o'shni o'g'aynim ham, jinnimisan deydi. Qanday odamlar narsa qilsan deb boraman men dedim. Xudoga shukr. Niyatga yaxshi, niyatga yarashadi hammasi. Bo'ldi aka. Yurdingni, Toshkentdan ham o'tdingni. Moshna yana anaqa qilmadimi? Aptol o'qib ketdi bir marta. Yana qolib ketdingmi? Yana to'g'riladi. Shiriyalar bilan urushib ketib qolgan joyimizlar bo'lgan. Nimaga urushdingni? Endi sovuq o'qa, Zaporojda pechka yo'q. Soat o'g'irlar. Yo, ulusida emas. Jahil hamma narsaga buzilgan. Endi Shiriyalar uncha tushunishmas ekan, ko'rishmagan baribir. Endi biz o'lib 1 yil o'shamanganimizga sal-pal qo'limizda kelib qolgan. Endi pirimizda. Bu boshqa narsa-da endi, uni ichidagilar. Ha, u boshqa dunyoda. Uncha odam tushunmaydi-da. Adashib qolasiz, ichidagi anaqalarni ko'rib. Biz yangi moshtalarga anaqa. O'sha o'zi Toshkandan chiqdi o'ka, endi pul tomonlama ham o'zi qisilish boshlandi. Endi biz ko'p pul ketadi deb o'ylamaganmiz yo'l. Toshkanda ko'p pul ketadi, qatnashamizda. Toshkan uncha Yevropa davlatidan ham qimmat joyda. Shunda Toshkentga kirib kelishimizga saharlik o'zi yotoq joyimiz o'ziga $100 ketdi. O'sha bizda bolalar bir-birimizga qarab hayron qolishni boshladi, o'shadan boshlandi. Keyin moshada qoldi. Sovuq-ku, qanaqa qiynalibsizlar-da. Ha, yetarli bo'ldi. U Zaporojda pechka bo'lmaydimi? Pechkasi bor, benzinga ishladi, bizni pechkamiz yonib ketdi, o'zimizdaligida. Ishlatib o'ldi. Endi zo'r effekt bermas ekan. Zaporoj nechta anaqa ichadi benzin, masalan 100 kilometrga? Beda 10 ta edi, Danniga chiqqanimizda 6 taga tushdi. Zo'r ekan-da, muammo yo'q ekan. Benzin tomonlama kam rasxod. Keyin vohaga qarab yurish qildingni. Ha, voha Jizzaxga o'tdi. U taraflarda ham qiynatmadi mashina. Yo'q, aqlida qiynatmadi. O'tdi-da bitta kun isib ketdi, bir kun yura olmadi. Sababi motorda suv yo'q. Qizib ketib qoldi. Uchta keyin shu bilan kechqurun yurakanmiz deb. Biz yaramadi deb o'yladik. Ko'pchilik Pereval o'zidan. U issiqda mashina yura olmaydimi u Zaporoj? Endi biz to'g'risi ko'rmaganmiz, minib ko'rmaganmiz. Qiynal, suv sistemasi aylanmagan, radiator. Demak, yozgi kunlarda tavsiya berilmaydi unaqa uzoq safarga chiqish, shunaqami? Yo'q, uzoq 4 soat deb atrofda yurasiz xolos. Endi o'zimizdagilar ko'rsa tushunishadi. Yaqin. Bitta anjonli bola ham ketdi-ku, ko'rgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Amerikaga ketaman deydi. Turkiyadalar o'zi hayolparast. Turkiyaga bordimi? Ha, bordi, okey. Bordilar, o'zi motor o'sha yerda qisib qoldi. Endi to'g'rilab olib kelinadi. Qanaqa qilib bordi u Zaporoj deyman-da. Qiynatmasangiz yuraydi ekan. Uncha deyularda yumshoq mashina, yumshoqlikka ancha moshtalarda yumshoq. Qiynatmay yursangiz ketadi. 60-70. Endi okamlar ham yo'lda gaplashib turibmiz. Endi yaxshi chiqishdim. Ko'proq bosodilar, 140 ga chiqdilar zapani. Biz o'zimiz 120 chiqdi. Ularga tashib kuldi qilib, sizga ham chiqadimi dedim. Ularga Oka bilan ham tanishdinglar. Ha, tanishmiz. Sayohatda ular bilan ham ko'rishib qoldik anjon. Yo'lda ko'rishib, ular ham Turkiyaga qanaqa yetib bordi Zaporoj? Aqlga sig'maydi. Yo'q, aka, niyat bor dunyoni aylanish. Yana boshlaysiz. Ha, niyat bor, xudo xolasa. Zaporojda yana. Ana ko'pchilik Tiko motor bo'lsa, boshqa qilib. Endi interest qolmoqda.
sizga kimgadir qiziqda Zaporoj o'zini motorida qayergacha boradi. Endi konditsioner qo'yib, motor qo'yib, full qilib olsangiz, uni qiziq qolmadi hech kimga. Endi motor olib borib kelgandan keyin Zaporojda yo'lda qo'yib ketaman degan narsa ham ko'pchilikda bo'ladi-da. Men ani bolaga men hayron qoldim-da. Endi o'zbekmiz-ku, boshda DPB, so'kama joyda amallab chiqib kelganmiz. To'g'ri. Vohaga bordingmi? Qoraqalpoqqachami? Ha, Qoraqalpoq. Nechta hamma viloyat aylandingmi? Bir ko'mir kundan 12 ta viloyat yo'q, aylana olmadim. Chunki sababi kirib 1-2 soat aylanib ozgina aylanib chiqibdi. hamma viloyatda. Hamma viloyatda. Anaqani Samarqandning cho'lga kirib ketishdamiz. 10 litr benzinimiz bor, xolos. Pul yo'q, absolut hech kimda qolmagan. Benzin quygan hech kimda yo'q. Hamma tanishlarga telefon qilishni boshladi. Endi safarga chiqqaningizda yaqinlaringiz aniq bo'lar ekan. O'shanda biladi. Kimni qanaqaligi. Hamxona bo'lganingizdan keyin. Bu kelganingizda jo'z, jigar deb turar edi, aqa chiq telefon qilsangiz, "O'zi berib berdim, e'tiroz so'ramabsan" deydi. Yonda turgan bo'lsam. Endi iloji yo'q. Endi yaxshi bitta Max degan bola bordi. Yetarlicha qiyinchilik bo'lgan ekan yo'lda. Mana shunday moshdan rulni bir o'rmoqchi bo'lganman. Cho'lda ketganimizda, aka eshitdimda. Pichoq suyakka qadalgan. Keyin davay bo'ldi. Nimaga? Sabab nima o'shanga? Endi bolalar bilan tortishishmi yo gap kelisha olmaslikmi? Ko'pchilik bilan mana masalan men chet elga chiqadigan bo'lsam, uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsam, o'zimga yaqin hamxona topaman-da. Tilimiz bir-birimizga tushadigan hamxona topaman. Lekin eng yomon narsa safarda bir-biri bilan kelisha olmaslikda. Eng yomon narsa. Haliga siz aytgandek hafsala bir bo'ladi. Eng yomon narsa asli shu. Siz shunaqa kelisha olmagan bo'lsangiz, o'sha kayfiyat nolga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yurala pashta. Oldin baribir hamxona bo'lganmisizlar demoqchiman. Endi ishxona ochganman, 6 oycha hamxona bo'lingan. Endi kimni qanaqaligini bilmasku. O'sha meni bir ko'rishda qanaqaligini mazzi bilmayman to'g'risida. Oldingizda o'ka qilib tursam, bitta orqangizda pichoq ursam, to'g'ri. Bilib olmadi, o'shanga aytdim. Chikititkachi islamimizda bitta kishi aytgan, bekor qilding degan. She'rida bekor qilding degan. O'zi boshlab qo'yildi, 5-kun ketamiz dedi. Ketmasa, qaytib bizga odamlar shamman qo'yadi. O'zi hammaga maqtanib qo'yilgan, aytib qo'yilgan. U birinchi Zapada 12 kilovatr aylanaman deb profil yangi ochib chiqqanimda yetarli odam gapirgan. Qo'y nima qilasan? Endi o'sha odam bir kelganimdan keyin solaman. Senga nima deydim? Yo, u aytdi, bir kelolmadi, ishonmagan menga. Keyin kelib aytdiki, evladingga deb endi solamalagini ko'rsangiz, zo'r bo'lib ketdi-da. Baribir ko'p narsani hal qilar ekan deb o'yladim. Bitta narsani uddalasangiz, ko'p narsani hal qilar ekan. To'g'risi pul ko'p narsani hal qilar ekan. Pul. O'sha Qoraqalpoqqacha bordingmi? Benzinni ham quydingmi amallab? Okay, benzin. Qoraqalpoqqacha qanday yashadingmi? Va bir mana pul qolmadi, u Samarqandda pul qolmadi deyapsiz-da. Toshkentdagi noq tugagan, aka pul masalasi. O'shani aytaman-da, u yo'qqa qanaqa bordingmi? Endi telefonlashib, qaytish bor. Ha, o'ma qaytish to'q 32 soat mo'shnamindim, uxlamasdan. O'sha mo'shnani. Ha, bitta o'tirdim rolga, endi o'y sog'inch birinchi o'rinda. Promo o'y lokatsiyasini rolda. O'ma keyin Samarqand, Namangan bilan Qoraqalpog'istonda yana bitta yo'nalish bor ekan. Endi kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Men o'zim bilmasdim. Bittasi 1310 kilometr chiqdi, bittasi 1310 kilometr chiqdi. Biz o'sha yo'lda 300 kilometr ranziza qiladi. Ha, o'sha yo'lda yuramiz, chunki Namanganga yo'nalishimiz. Endi Edaga o'ka mehmon qilib bitta o'ka kutib oldilar. Namangandan ko'chib ketib o'shada servis ochgan ekanlar. O'sha o'ka mehmon qilib, "Uka, mana bu yo'lda yurmani ya" deb o'shalardilar. O'zi biz lokatsiyani o'sha yo'nalish ko'rib bo'ldi. 600 kilometr cho'l hech kim yashamas ekan. Benzin na telefon qop ketar kasida. Telefon aloqa ham chiqmas ekan. Endi attilar o'zimizni Namanganlik bo'ladi, kishi yo'qolgan. Topa olmaganmiz hujramtiligini ham urgan ham deb attilar. Undan o'zi o'sha yo'lga tushib qolgan ekansizlar. O'zi kirib ketganda boshlanishda edi. Voy, Alloh asrabdi-da. Telefon qildilar, "Uka, dedilar, qaysi yo'nalishdasan?" dedilar. "Qayerga yurding?" dedilar. "Samarqand bilan yurasam" dedilar. "Yo'q, bag'da yaqin yo'l bor ekan" desam, "To'xta" dedilar, keldilar. Yurib tushuntirdilar. "Bag'da yursan" dedilar, "Sen oxirgi kunlari bo'lishi mumkin" deb taqadilar o'sha gapga. Hech kim yurmas ekanmi yo'lda? Yurmas ekan. Shunaqa joy bor ekanmi? Yo'l bor ekan shunaqa. Men ham o'zim ham bilmasdim, menga ham qiziq bo'ldi. Biz ham bilmaymiz, mana o'zi bizni ko'rib kuzatib turganlarga qiziq bo'ldi-da. O'sha yoqda yurganlar o'sha yo'nalishni bilar ekan. Namangan,
Qoraqalpoq qatnadi, xola ko'pi biladi. U yo'lda yurmaydi. Yurmaydi. Yaqin yo'lda yurmaydi, uzoqda yuraveradi. Ha. Endi zapravka yo'q, magazindan. Absolutno o'chadi. Chiqmasa, hech nima yo'q bo'lmasa. Siz uligingiz ham to'p bo'lmasa, tiringiz ham to'p bo'lmasa, Hech kim yo'q hech bo'lgandan kim yo'q. keyin. O'zlarini jiyanlari kirib ketdilar. 16 kun deganda topganmiz dedilar. Behush holatda topganmiz dedilar. O'shani ara o'zi keltirib olganmiz. Yedi ichdi hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Agar biz kirganimizda bu Zafaroj bilan to'p bo'lmas ekan. Alloh asrabdi. Alloh. Endi o'sha okani jo'natdi-da. Jo'natib bu qaytarib majbandan nimadir xususiyatimiz yo'qqani sababli. Shundan keyin qaytib kelib oling. Qancha sutkada qaytib keldingiz? Qaytishimiz 2 kun. O'sha urug'da yetib keldik. Pramo moshina anaqa podvet qilmadimi? Qaytganda qildi. Men yonsa ham bosaman dedim. Qiziq yo'qdi. Yonguncha. Yongungacha bosaman dedim. Men o'sha yo'lda uxlab bo'ldim. 4 tamiz ham uxlaganmiz. Sherilar o'zi uxlab bo'lgan. Bitta yondagi sheri o'yg'oq, u ham pramo qilib ketibdi. Ovoz elas ishtam ovozini. Iyda baqirganini eshitdim olar. Ko'zimni ochsam katta yama tushib chiqdi, katta furalar. Nasras to'xtadim o'sha akaga, uxlolmasa bo'lmasa ekan dedim. Bu bolaning o'zi ham rangida rang qo'ymagan. O'zim rosa bo'pti-da. Ha, bo'ladi, xonasam bu bo'ldi. Kildingni o'zi ko'pchilik kuzatganlar ham aytibdi. Bu bolalar deydi, endi mishmishmi, bilmayman, endi o'zingizdan eshitganimiz yaxshi. Ajrab ketdi, kelgandan keyin anaqa profillari ham yo'q bo'lib ketdi, seniki meniki bo'lib ketibdi deb shunaqa gaplar yuribdi-da. Bunga qanaqa izoh berasiz? Endi oka nima desam bo'ladi? Endi ularni ham yomonlayverish orqali gapga to'g'ri. Realniy gap, masalan, ulardan so'ragan taqdirimiz ham, sizdan so'ragan taqdirimiz ham bitta gap chiqsin-da, chiqish kerak. Bizlarning maqsadimiz kim mana bu? Prosta o'sha mishmishga oydinlik kiritish xolos. Keldi oka. Kelganimizda bo'ldi. Profilni ko'da almashdi. Menda ham yo'l bo'yi ochmaganman profilni. Men telefonimda bo'lmagan. Oka, sizlar o'zingiz oching, yurg'izinglar. Men borib ochib olaman dedim. Ochdim, endi baribir ochno'g'ani degan narsa bo'ladi. Oka, ochib bering dedim. Aytdi, bolalarning oldiga borsam, nima bo'ldi degan maqsadga, shundoq qo'ysatsam yaxshi bo'ladi dedim. Ko'da almashdi. Telefon qilsam endi qanaqa holat bo'lgan bilan telefonlarni olmadilar endi. O'zimga yedim dedilar. Telefonim olmadilar. Undan keyin o'zimda ishonch o'ldi-da, oka. 15 ming, 16 ming odam endi kimgadir odam emas, endi podpischi emas, lekin menda o'sha katta odam. Lekin o'zi boshlovchi, siz hammani yiqqansizmi? Shunda? Yiqqa. Ishxonada gaplashib, hazil qilib turib, oshdan bilan chiqib ketibman degan gap bo'lgan. Ertasi kuni kelsam o'zi erman haligi hazil tariqasi ishxonada bir-biriga qilinadi. Chiqmaydimi dedilar. Sen chiqetadi dedilar. Oka o'shdan mashina podvet qildi dedim. Endi iloji yo'q desam, men chiqaman dedilar. Men qatta boshda birdan bo'lingan. Yo, men aytmoqchi, qalavani bo'shi deydi-ku. O'sha kim bo'lgan? Kimdan chiqqan? Sizdan chiqqan fikrmi? Oka, mashinani olganimdan keyin 1 yil yurmayotdi. O'shanda yondagi okomlar bitta yig'ishib olganmiz dedim, $400 Ular edi ham bitta katta, bittasi o'zim mashinam, motorist, bittasi ishligirovkachi. Nariga boshqa ishxonada ishlaganimda, ishxona almashtirganimda, baqa o'tib ketib qo'ygan bo'lsa, ularga aytsam, ular yo'q dedilar. Sen jinnimisan dedilar, zapida dedilar. Hech qayerga bora olmasan dedilar. 1 yil oldin o'zi bo'lish kerak edi bu sayohat. Demak, siz planni qilgansiz. Plan, 1 yil oldin bo'ladi xonasi. Shunaqa o'ylab yurgan bo'lgansiz. 1 yil oldin bo'ladi xonasi surilib ketdi. Ama haqiqatda o'zi borib kelgan shirlarimiz davay deyishdi, boramiz uka deyishdi. Chiketada kunimiz ham dachonchada pul yo'q edi. Etta 5 bitta jo'namiz degan mahal hech qaysimizda pul yo'q. Endi Alloh yetkazdi. Qolgan yo'lda nimadir qilamiz deb ketdi bo'ldi. Demak, siz o'zingiz boshlovchi endi o'shalarni yiqqan. Bo'lgan, Mana o'zim ichimda bo'lgan. Zapani o'lishimizda o'zi kabriolet qilaman dedim. Kabriolet qilib motor bosaman dedim. Sherilar unamadi. Endi radnoy mashina. Unamadi sherilar. Keyin 12 yo'lda aylanaman men. Yo boshqa yoqqa chiqaman degan maqsadim ham bo'lgan. Endi menga og'ir tuyulgan. O'sha mahal katta narsa deb o'ylaganman. O'zi bir marta aylanib kelgandan keyin endi yo'l duh bor. Chiqitilar edi qayga bo'lsa. Ya'ni mavzuga qaytsa, sherilar ko'da almashdi oka. Telefon tushmadi. Endi qanot tushunasiz siz o'zingiz ham. Ishonch o'ldi, yana chaqirdi. Profil ular ochishgan. Profil noldan ochilgan. Ular ochishgan.
nomer o'chirgan problem bo'lgan. Ha. Keyin o'tdida men akkauntda borligimni bilishmaydi. Kirdim akkauntga, kirib globalga tiqdim, iloji yo'q. Keyin sraz telefon o'zi boshlandi. Sen nima qilasan? O'qaydim, sizni qo'lingizdan kelgan narsa meni ham qo'limdan keladi. Yo'q, lekin men unaqa qilmayman dedim. Berdim qaytarib, "O'ka bemalol ruxsayring. Vaqti kelsa balki yana olarmiz kontent yo boshqa yo sayohat" dedim. Lekin hozir men to'g'risi ishonch o'lgandan keyin qiyin ekan. Lekin hozir salom alaylar bormi? Yo, salom alaykum bor. Salom alaykum bor. O'ka xudo xolasa o'zimning profilimda chiqadi. Qattiqroq temaga qoldirilgan. Ko'pchilikka qiziq, Zaporoj kimga qoldi? Zaporoj o'zimga o'qing. Sizniki Zaporoj. Siz nomingizda bo'lgan. Men nomim Zaporoj. U turgan, u legenda. Turishaydi, legenda. Yana o'shanda chiqib ketmoqchisiz. Ha, niyat bor. Hozir endi kimgadir anaqa vizib tashlaganman. Kalitga kalit poyga o'ynaman deb. Zaporoj bilan. Zaporojda. Endi o'sha G'irvondagi bolalar vizib qilib chiqdi. Internetdan Jiguliga bilan qanaqadir mashinasi, Golf mashina bor ekan, o'shanda chiqishdi. Lekin ulardan oldin men uygacha qidirib bitta oka keldilar. O'ta qiziq ekanlar. Men bilan o'ynamasan dedilar, po'ygandilar. Men seni gap qilib dedilar. Oka siz bilan o'ynaman. Uygacha keldilar, qo'ydim. 3 soat yo 4 soat o'tdi. Ular o'zi telefon qilib o'yga keldilar. Ha, poyga o'ynasani yana bir eslatma. Poyga o'ynasani ham men Toshkentdagi poligonga chiqib. Ha, poligonga chiqib o'ynashni tavsiya beraman, chunki o'zi bizni hamma kuzatib turibdi. Yo'q, poligon dokumentarli qilib chiqiladi. Dokumentarli, yana anu ko'cha poygalari. Ha, shu bilan yana anaqa maslahat berilmaydi-da unaqa. Bravo, Alishan oltin baliqdan so'rasangiz ham chiqib. Ha, hozir hamma o'zi ramkaga tushib qoldi hozirgi paytlarda. O'sha endi o'sha okomlar xudo xolasa o'zi asli bugunga edi Toshkentga chiqib. Ha, aytgandingiz, ha. Siz bilan gaplashganimda aytdim. Anaqa ular okaga aytdim, "Oka, men to'g'risi niyat qilib orzu qilgan narsam chaqirdim, qo'ymaysiz" dedim. Gap yo'q. Qara, o'sha borib kelganingizda radar nimadirlarga tushmabsizlarmi? Jarima. Tushmamiz, oka. Umuman. Umuman beta tushmamiz. Men o'zim ham o'ylab turdim, orqa-orqa. Ular deyverman, Zaporoj reklama bo'lib ketadi, shu bilan Zaporoj top bo'lmay qoladi, hamma Zaporoj o'ynaydi, jarimaga tushmas ekan. Endi tezlikka chiqmadi. Tezlikka chiqmadi deb o'ylamiz, lekin oka. Men o'zim 120 ga chiqqanman. Odam chiqsa ham qayerdaqa bo'lib qoladi. 100 dan o'tganingizda yumshoq bo'lar ekanda. O'ta yumshoq ekan. Biroq bir aylantirar ekan. Ha, oka, xudo xolasa. Niyat bor edi, meni kelish bega to'g'risi o'zi ustaxonada. Taallusiz. Qashqaroqqa ketishimiz kerak edi. O'zi bugun o'sha yetib borgan bo'lishimiz kerak. Yo'qsa mana kuzatuvchilarimiz aytishadi, bir lavhalardan berasiz poygani. Yo'q, xudo xolasa, albatta, oka. Ha, kadrimizga operator qo'shib yuboramiz. Vaqtimiz chegaralangan, xush kelibsiz, ko'rsiz. Biz yana navbatda yana bir kishi kutib turibdilar. Chiroyli suhbat bo'ldi, samimiy suhbat bo'ldi. Ukalarga rahmat. Hammaga aytib qolaman, ishonmayman. Ya, nimaga? Men o'zim ishonganman, yo'q atrofimdagilar ishonmagan. Ha, endi nasibda. Ha, nasib birinchi o'rinda. Xush kelibsiz, shunchalik vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Sog' bo'lsin. Yana xudo xolasa, yana qayergadir boraman. Siz keyin albatta, yana bir qiziqarli voqealardan bir aytib berasiz, ha? Sog' bo'ling. Rahmat. Navbatdagi mehmonimizni ham chaqirib oldik, mana Namangandan Turkiyagacha legenda, ya'ni Damazda sayohat qiladigan. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, aka. Qalay sayohatlar, qalay o'tdi? Sayohat zo'r o'tdi, aka. Bu birinchisimi bu? Birinchisi. Nima ish qilasiz o'zi? Biz tadbirkormiz. Do'konimiz bor ikkita. Ko'pchilik to'rga qatnaydi, shunaqa edi, shunaqa ham? Yo'q, unaqa emas. O'sha narsa temadaligi uchun o'sha trafiletlarni olganda. O'shada haqda ko'rib, mashinani istoriyada ham ko'p tushib qolgan ekan, mashinani orqasiga qo'yib olib, haligi mashinada olib ketadi istoriya. Ko'pchilik savol berib, to'g'ri nima qilasiz, to'rga qatnaysizmi deyishdi. Endi atalab aytmay ketdim, nima qilishim. Endi ega borganda o'sha reja qilib ketgandim. Hammaga bergan savolimda, bu ideya qayerdan chiqdi sizga? Iminni Damazda bo'lish. Bu ideya oka biz anchadan beri o'sha men sherigim bilan qanday bo'ladi bola. Anchadan beri o'zi niyat qilib yurardi bo'lish. Uzoqroq joylarga chiqish. Hech bo'lmaganda qaraganda bo'lsa ham chiqamiz deb niyat qilib yurardi. Sayohat qilib yurardi, qilamiz deb yurardi. Imkoniyat shunaqa bo'lib qoldi. Haliga ishimiz, savdamiz o'zi sal pasayadigan payt, sezon tugagan payt, rosa fursat bo'lib qoldi deb haya bilan
bitta video Toshkentga chiqib ketib, bitta video qo'ydi Instagramga, o'shani e'lon qildi. Shu bilan orqasidan bo'lib ketib qoladi. Li-9 videomiz uchib ketdi. Mana shunda Turkiyaga boramiz deb qo'ygandim. Keyin o'shani orqasidan ketma-ketlikda bo'lib ketib qoldi. Toshkentga bordinglar birinchi. Yo, Toshkentdan nari ketib qoldinglar. Toshkentdan o'zimiz yuklarimizni tashiymiz, yo'lda qo'yganmiz uni, Pervalda qo'yganmiz videoni. Shunaqa bo'lib qoldi. Sayohat davomida bir qiziqarli voqealar bo'ldimi? Bir aytib beringchi. Sayohat davomida. Ketsizda, mana ana Qoraqalpoqdan chiqib ketgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, narsadan Qoplonmaydan chiqdi Toshkentdan. Qozog'istonga. Qozog'istonga chiqdi, Qozog'istondan Rossiyaga bordi, Rossiyadan Gruziyaga bordi, Gruziyadan Turkiyaga. Bundan oldingi suhbat qilganimizda ham anaqa deyishdi, Gruziyani yomonlashdi-da. Rostdan ham shunaqa qattiqmi? Masalan, nakleykalar bordi mashinangizda. Men oldin ham eshitganman, unaqa nakleykalar, bayroqlar. Umuman ular qo'ydirmas ekan deb eshitdim. Shunaqami? Endi kimgadir qanaqa biz uchun ozgina qiyin bo'ldi. Endi hamma Gruziya bo'ldimi? Gruziya qiyin bo'ldi. O'tishimiz qiyin bo'lgan joy, o'tib ketishimizda bir 1,5 soatcha, 2 soatga yaqin bitta xonaga olib kirib ustimizdan qulflab qo'ydi, telefonlarimiz ham chiqib ketdi, pasportlarimiz ham chiqib ketdi. Yana baribir o'zimiz ichimizda nima eshitma tilni bilmaymiz, gruzin tilini bilmaymiz, rus tilini bilar ekan, turk tilini bilamiz biz. Iloji boricha turkcha gapirishga harakat qilar ekan, ular zo'r tushunib olmaydi gapirtgan gapini. Endi sabr qilib turdi, yana ozginadan keyin olib chiqib ketdik ikkitamizni ham. Yana telefonlarimiz bo'yicha so'roq-savollarni qildi, rosa endi ruschalab amallab gapirdi, biz ham amallab bilganimizcha javob qildi. Ki telefonni ponni oldimizda ham tekshirib, rasmli anaqalarga kirib turib, mana o'qay deb xuddi bir ma'lumot olib chiqib ketdimi yo ma'lumot olib kiritdimi der ekan shekil. Shunaqa holat bo'ldi. Keyin hammasiga javob berildi. Telefonlarimiz, pasportlarimizni berdi, chiqib ketdi. O'tkazib oldi. Kechasi 1dan o'tdi-da. Shomda kirgan. Bu Damas qiynatmadimi u? Issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Yo, o'ma pechkasi ham zo'r ishlamaydi. Shunaqa sharoit qo'yiladi, qiynaldi. Hech qanday narsa oson bo'lmaydi. Riskda. Qiyinchilik. Endi Damas sal qiyinroqda, chunki motori kichkina, to'g'rimi? Shunaqa. Endi buzilishi bor, boshqasi bor. Menimcha boshqa davlatlarda Damas hech ko'rmaganman-da. Yo'q, shunaqa. Yo'q-da. Rossiyadagilar ham o'zi bizning mashinamizga qiziq, militsiyalar ham rasmga tushib olib, yo'lda to'xtatib, qadam-qadam post qilib tashlagan ekan. Hozir endi qanaqa bo'layotganini bilmaymiz-ku. Postlar ko'payib ketgan ekan. Har bitta postda to'xtatib, rasmga tushib, video qilib, ashna qildi. Mashina qiziq bo'lgan. Mashina qiziq bo'lgan. Turkiyaga bordinglar. Turkiyada nima anaqalar bo'ldi? Bir qiziqarli voqealar aytib beringchi. Turkiyaga kirishimiz o'zi sarguzasht bo'ldi o'zi. Turkiyaga kirib, umuman bu yo'lda mashinangiz buzilib qolmadi? Yo'lda buzildi. Asha Turkiyaga kirishimda boshlandi, motorda korobkasi ish ko'rsatishni boshladi, ovoz chiqib, anchagacha qulog'im edi, o'zi qiyin minish. Kamiga ovozlar chiqib qulog'im. Endi orqadan ovoz chiqarmadi, nima derdi? Rediktormi yo'qmi? Zadnimos. Zadnimos dermidi? Yo'q, mospostlar hammasi yaxshi, korobkadan bizda ovoz chiqishni boshladi. Keyin eydi yaxshi, Alloh rozi bo'lsin, juda ko'pchilik aloqaga chiqdi bizga, oldimizga keling, tuzatib beramiz, o'qilamiz, bu qilamiz deb. Istanbulga yetib borganimizda yana u ovoz kuchayishni boshladi. Yana Istanbulda bitta bola o'zi bizga Telegramdan yozib, "Oka, keling, hammasini hal qilib beraman" dedi, chaqirdi. O'zi ham u bola almashtirishda ishlar ekan, lekin mashinadan ag'idan kirib, bag'idan chiqargan. Hamma yo'g'ini qarab bitdi. Zapchastlarimiz bor edi, o'sha ehtiyot qismdan olganda o'sha Damas ko'p buziladigan joylarini. O'shani hamma joyida zapchastlarni almashtirib hal qilib berdi-da. Bor ekan zapchastlar. Yo'q, o'zimizdagi zapchastlarni qo'yib, biz olganda o'sha ko'p buziladigan joylarning zapchastlarini olganda, bu bola "Oka, hamma zapchastingizni bering, men qo'yib beraman." Arujoniy bo'lib chiqib ketgan ekan aslida, hamma narsa bilan. Qo'yib ketmadi degan maqsad. Endi cho'lli yo'llarda bilmaymiz, birinchi chiqishimiz. Katta bo'ladi. Eng qiziqarli holat Rossiyada bo'lgan, endi uni aytmayman. Gassisada bo'lgan. Odamlarga qiziq-ku. Endi oila ko'radi, boshqa bo'ladi. Turkiyada bo'ldi eng qiziqarli holat. Turkiyada Burak bilan ko'rishishimiz qiziq bo'ldi. Nima bo'ldi shu? Ko'rdim men ham. Burak bilan ko'rishishimiz zo'r bo'ldi. Yo'q, chiqib berdi, shunchalik. Alloh rozi bo'lsin. U ham вообще zo'r, haligi kamerada videoni anaqasida qanaqa bo'lsa, video ortida ham shunaqa inson ekan. Ishchilari boshliqda edi, aka, o'zi ishchi. O'zi anaqa idish-tovoqlarni yig'ishtirib, mehmonlarning oldidan stakanlarni yig'ishtirib shunaqa qilib yurar ekanda. Endi biz o'tirganimizda yo'q edi, ovqatlanamiz deb kirdi. Hatto chiqib bo'lsa bittadan rasmga tushamiz, ketamiz dedi. Bunaqa video bo'lishlarini ham boshqasini ham kutmaganda.
Keyin ozginadaki chiqib keldi o'zi. Yana hamma rasmga tushdi. Biz ozgina xijolat tortib turdi. Bu do'ppilani kiyib olganmiz o'zimiz do'ppilani. Sal ko'zga tashlansin deyilgan. Keyin sal oxirroqda endi hamma odam yengillagandan keyin hamma joy-joyga o'tirgandan keyin borsa, do'ppini ko'rdi, O'zbekistondanmisizlar? O'zbekistondanmiz. Mana shunaqa mashinada keldi desam, yo'q dedi, o'zi ham ishonmadi. Rostdan mashinada keldi desam, qani mashina dedi, tashqarida turibdi desam, yur ketdik ko'raylik dedi. Shuna tashqariga chiqdi. Mashinani ko'rdi, Damas ko'rdi, o'zi noodatiyligi bilingan. Qaytamiz orqaga dedi. Nimaga qaytamiz dedi desam, o'tirib mehmon bo'lib turinglar, davay, ishchilar ham mensimitganda birinchi. Ishchilar ham hammasi oldimizda yugurlab qoldi. Bular mehmonim mana, bularga yaxshi qarab turinglar, men yarim soatda kelaman. Yarim soat o'sha qaydandir Yevropadan mehmoni kelgan ekan, ularni kuzatib, yarim soat kutib turib, sen bilan video qilamiz dedi. Rasmga tushish bilan cheklanmaymiz, sen bilan video qilamiz dedi. U bizga vobshe yangilik bo'ldi. Kutilmagan. O'zi ikkinchi kun ekan Turkiyaga kirganimizda. Istanbulga kirgan kunimiz ikkinchi kun. Portlatib yubordi u. Yana u mashinaga qiziqar ekan, o'zini mashinasini olib qo'yib, joyini bo'shatib, mashinaga olib kelib mashinani dedi. Turkiyada bilasiz, hali mashina qo'yish muammo yo'llarga. Vobshe muammo. O'zini hamma joy to'la, o'zini mashinasini olib turdi. Uni o'rniga biznikini qo'ydi. Inaga shayda videolarni qildi. Yana oxirida bitta o'tirib, bitta aylanaylik dedi. Shahar bitta aylanib keldi. Qo'ymadingiz ishkil ularni. Uni qo'ydim. Haliga kilitganimiz bilan kilitganimizni qo'ydim. Unda men videoga olish uchun telefonimni berib olgandim mashinamga. Mana olib tur deb yuritgan. Siz o'ningizdagi bola operator bo'ladimi endi u sizga? Yo'q, o'zim qarindashim endi bir-birimizga video olishib ketganmiz-da. O'zim xolovatchan bo'ladi. Ko'pincha baribir siz o'zingiz ko'rindingiz-da. Ular sal endi haliga xijolat tortadilar, videoda gapira olmaydi, haliga xijolat tortadi, o'shani hisobiga menga mana shu yaxshi. Un bo'lmasa unga ham profilini yurg'izib ashuna qilib ketildi. Yo'q, lekin haliga menga mana shu yaxshi, sen o'zing evlisan. Gapga sal haliga nasrog'ida. Burakam rostdan ham samimiy bo'lam deyman. Kecha bitta bola bilan kollaboratsiya qilib video qo'yibdi-da. Kollaboratsiya qilib video. O'zbek bola bilan gap yo'q dedim. Dubaydagi joylarga kirganman, lekin u paytda edi bo'lmaganda. Lekin oshxonasi ham normalniy qimmat oshxonalardan sanaladi-da. Turkiyada ham, hamma joyda ham, Dubaydagi joylarda ham. Haliga samimiyligi bor ekanda deyman, mana o'zingizdan eshitib turibsiz. Samimiyligi bor. Men u insonni YouTube'da kuzatardim. Men Instagramga o'zi yaqinda qaytdim. Ancha oldin bo'ydoqli paytim Instagram ishlatardim. To'ydan keyin astoydil ishga qiziqib Instagramga yaqinda qaytdim. Instagramni kuzatmasdim uni. Kirgandan keyin 51 million odam borligini bildim men. Kirib Instagramni keyin tikladim, o'shanda bildim 51 million odam. Instagram aji 51 million odam bor ekan, keyin o'zi aytdi menga, "Ilga nasl atmetka qilib qo'yman" dedi. Men kirib videoingga like bosib, repost qilib, poddeshka qilib olaman dedi. O'shanda endi balkim kollaboratsiya so'raganimizda balkim bo'larmidi, endi bilmasa videomiz 1 milliondan o'tdi o'sha bilan o'sha olingan video. Zo'r uchirib beribdi-da. Zo'r uchirib berdi. Kollaboratsiya qilamiz degan narsani endi aytmadim. Ozgina xijolat ham tortildi. Shunchalik bo'ldi-ku deyildi, chiqib ketildi. Necha kun yetib bordingiz Namangandan? 8 kun yetib bordi. O 8 kunda endi ko'pchiligi ko'p tuyulibdi, muncha o'shancha bo'lib ketdi deb narsa deyishdi. Biz hali o'zimiz charchatmagan holatda, misol uchun yo'lda to'xtab, o'tirgan video oladigan bo'lsa, videoni o'lib, qo'yib, joylab, hech kim sizlarni kutmadi, hech kim anaqa qilmadi. Endi o'tirgan biz sayohatga chiqqanmiz. Trabzonga kiribam, Trabzonda ham 2 kuncha qoldi-da. Turkiyaning Trabzon degan go'zal joyi bor. Endi u joyga kelib, bega qaytib kelamizmi, o'shanda kelmaymizmi? Mazasini qilaylik deb. Eyda 2 kun qoldi. O tog'ing uchlarga chiqib, kiyiklar o'tadigan joylar bor ekan, o'shanaqa joylarda videolar. Full aylanibsizlar-da. Full aylan, detalli. Stol-stullargacha hamma narsaga bo'ladi-da. Choyna o'zimizning milliy paxtakulli choyna fe'llargacha olgan. Mo'shani ham maxsus qilib tanlab olingan. Endi jayliga maxsus, normalniy maxsus qilib olsa bo'lar ekan, biz o'zimiz joyda, hammasi qo'l mehnat qilib tanlangan. Kerak narsalarni olganda. Yana qayergadir sayohat qilish niyat bormi? Sayohat qilish niyatimiz bor. Qayerga endi? Endi uni hozir reja qilib turibmiz, hali ochiqlamadi. Hozir mashaga deb qo'ysam, nima eng yomon ko'rgan narsam aytali bo'lmay qolsa. Endi baribir kelajakda niyatlar bo'ladi-ku. Kelajakda mashaga aniq emas u, baribir. Kelajakda ko'p joylarga borish niyati bor. O'zi men Namanganimizdan ko'p haliga blogerlar chiqibdi-ku, endi hamma yo'nalishda blogerlar chiqibdi.
Endi biz o'zimiz sohamiz bunaqa yo'nalishda bo'lmasa ham inson baribir shu yo'nalishga kirgandan keyin qiziqar ekanda. Men endi bu yo'nalishga ancha qiziqishim ortib qoldi. Dalishi mana shu sayohat yo'nalishida blog yuritmoqchiman. Content. Endi buni o'sha maqsadga ko'chirdim. Oldin sayohat edi. Endi ham sayohat, ham content. ham content. Misol uchun Instagram yurg'izish maqsad. Tez orada xudo xolasa sentyabr oyida boshlaymiz. Yangi sayohat boshlaymiz. Buni sal qiyinroq, uzoqroq joyga bo'ladi. Zo'r bo'ladi. 3 ta joyga harakat qilib qo'yganmiz, topshirib qo'yganmiz. Qaysi biri agar o'nglanib qolsa, qaysi biri qo'yishib qolsa, o'shani boshlaymiz inshaalloh. Afg'onistonga emasmi ish qilib? Ya Afg'onistonni ham o'zi oson qilib qo'yishdi-ku. Ko'pchilik boribdi. Moshinadan ham borib kelishdi, filmondanimda. Moshinani ko'rmadim, lekin taassurot yaxshi ko'pchilikda. Endi ko'pchiligiga qiziq bo'ladigan joyi tanlatganmiz, xudo xolasa uni bitta e'lon qilamiz. Afg'oniston hayoti ham ko'pchilikka qiziq ekanda. Ko'pchilikga qiziq. Ko'rgan bo'lsangiz, odamlar, mana blogerlar borib chiroyli yorityapti-da. Shunaqa. Anu haligi oshxonalarni yoritdi. Kutmaganmiz-da, baribir ko'rmaganmiz-da. Afg'onistonda esa odamlar sal qo'rquv paydo bo'lardi. Buzilib ketgan joy deb bilamiz-da, to'g'rimi? Yaxshi tomonini ko'rsatib chiqishdan yaxshi bo'libdi o'shanisi. Yaxshi bo'libdi-da. Haligi ajab emas, osonlashib qolsa kirib chiqish ham o'zir baribir sal qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zi viza olish kerak unga. Shunaqa. Oban Turkiyada temasiga qaytsada, Turkiyada nima sizlarni eng qiynatdi? Turkiyada bizda nima tomonlama misol uchun? Umuman nima tomonlama qiynaldinglar? Turkiyada bir qiyinchilikni uncha his qilganimiz yo'q, lekin o'y sog'inch qiyin edi. Misol uchun birinchi marta 55 kunga yo'q bo'lib ketdi o'ydan, bunaqa bo'lmagan. Oshnam o'zgina mazasi qochib qiynaldi. Misol uchun hamma yo'qlar bekor bo'lib qolgan paytda aptekalar ham dam olar ekan, hayitda bo'lganmiz edi, Qurbon hayiti o'sha oyda bo'ldi. Aptekalar ham bek. Birorta apteka ochiq emas, birorta do'konlar ochiq emas, hamma joy bek. Dori topolmadi, oyog'i shishib ketdi, haligi zamburug' bo'lib, katta bo'lib shishib ketdi, yura olmay qoldi. Istanbuldagi anaqamiz ham cho'zilib ketishiga sababchi bo'ldi, misol uchun. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin debdi, gassitsasi bor, turk odam bizga yozib, "Oka, kelinglar, men sizlarni mehmon qilaman. Necha kun tursangiz turaverasizlar. Video qilishingiz shart emas, boshqa shart emas. Men sizlarni kuzatar ekanmiz, sizlarni kuzataman. Alloh roziligi uchun. 10 kunga berdi atel, 10 kun o'sha joyda turdi gassitsada, bir so'm pul berganimiz yo'q, har kun nonishda choy so'rasa choy, suv so'rasa suv, hamma narsa bilan ta'minladi. Gap yo'q. Zo'r bo'ldi. Endi yotoqda 2-3 kuni bitta o'zbek bolalar bizni kutib oldi, u bolalar ham rasmiy mehmon qildi. Endi ketman dedi, endi uyda turavermaymiz. Istanbulda qarshi tarafidamiz. Uydan chiqib ketganimizdan keyin 2 kuncha qiynaldim, mashinada qoldi. Haliga joy topa olmay qiynaldi, misol uchun. O'shanga yarasha finansiy tomondan yaxshiroq olganmidingmi? Moddiyatmi? Moddiyatda endi o'zimiz ko'zmonjal qilib chiqib ketganda tomonlama qiynalmadi. U tomonlama ham ozgina haliga bo'ldi-yu, lekin hali misol uchun hamma narsada tejamkorlik bo'ladi-ku. Istanbulga kirgandan keyin o'zi tejamkorlikni boshladik-ku. Bag'dan o'zimiz o'zbeklar hali yo'l qo'yishmadi, to'g'risi, haliga har kuniga mehmondorchilik, o'zbeklarning poddeshkasini sayohatga chiqsa bilinar ekanda. Men direktga javob bera olmay qoldim. Hali o'zim ham xijolatib ketdim. Boshida zo'r javob berib kelgandim. Burak bilan ko'rishganimizdagi o'zi hamma ko'rdi, Turkiyadamiz, Istanbuldamiz. Istanbulga kirdi deb e'lon qilgan videomizni ham hamma ko'rdi. Javob bera olmay qoldi. Abitga, ertalab nonishtaga, kechqurunga ujinga chaqirdi bolalar. Oka ujin qilamiz, kelib o'tiring. Ujin qilamiz, kelib o'tiring. Ashxola. Mehmondorchiligimiz baribir bor-da bizda. Bor, qayga borsak ham, shu tanishlar, boshqalar, sizga tanish bo'lmasa ham bitta davlatdan, bitta millatdan bo'lganingizdan keyin haligilar chiroyli kutib oladi ko'p holatlarda-da. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik anaqa qilishibdi. Chunki Turkiyada ham mana o'zim ham borib kelganman, eng qimmat narsa ovqatlanishda. Bitta joy kirib chiqsangiz ham shu 2 kishiga 50-60 dollar keladi. Dollarga hisoblaganda-da. O'zimiz 1-2 kun ovqatlanib ko'rdi. Umuman hech kim aloqa telefonini boshqasini qabul qilmasdan bir o'zimiz sinab ko'rdi. Endi qaysidir ma'noda endi qabul qilaveramiz shekilli xijolat qilib ketiladi-ku. Baribir misol uchun har kuni xijolat qilasiz. Haliga iloji yo'q. Mehmonlar 3 kungacha deyishadi. Iloji yo'q video qo'yasiz. Oxiri bir o'zimiz evlaylovchi deb 2 kun yurdi. 2 kunda yaxshigina pul ishlatib qo'ydi, o'ka. O'shada. Endi
Misol uchun ba'zi bir tushadigan narsalarga, kiriladigan joylarga, muzeylarga kirdi. Shunaqa joylarda ba'zi bir joylarda $100 ham bitta muzeyga kirish puli $100 ham aylanib ketib qoldi. 3 ta tochkasiga kirish. Biz asosiy shunaqa detalliroq aylandik-da, hali misol uchun odamlarga qiziq bo'ladigan muzeylar, Ayb Sultonni haligi qabrlarga bordi. Shunaqa joylarga borib, shunaqa joylarda masjidga borgansizlar. Sulton Ahmed masjidiga bordi, Ay Sofiyaga kirdi. Shunaqa bo'lib. Maza qilib kelibsizlar-da. Mana borib keldinglar, parimalarda nimadir bo'lmadimi? Masalan, Turkiyada jarima 3-4 ta davlatlarda bo'lgansizlar, baribir qaysidir davlatlar jarima, radar, padar shunaqa narsalar bo'lmadimi? Noto'g'ri parkovka qilib qo'yish. Shular. Gruziyada bo'ldi jarima. Gruziyada nima qonun buzibsizlar? Bizni kuzatayotganlarga baribir qiziqda, ertaga boradiganlar ham o'sha xatoni takrorlamaydi-da. Bunga ko'addan bitta video ham qilib chiqamiz, o'zimni ham aytaman. Gruziyada bizda oddiy sanaladigan, misol uchun Kalsoy ichida ko'pchilikda kuzatiladi, pоворot yo'qmaydi Kalsoy ichida. Asli Kalsoy ichidan pоворot yoqish kerak ekan. Biz Kalsoyga kirdik, o'ngga burilish bo'lmagan joyda, o'zi faqat chapga buriladi. Bitta Kalsoy qilib qo'ygan ekan, 3 talik yo'nalish. Biz o'sha tomondan kirib keldik-ku, chiqib ketishimiz kerak. O'sha ichiga kirib bo'lganmiz, o'sha pоворot yoqishimiz kerak ekan, o'sha Kalsoy ichida yurganimiz hisobiga. Pоворot yo'q, bizda yoqilmaydi ko'p holatda. To'xtatib, sraz $50 yozib bitdi. $50. $50 ekan. Biz uni bilmaganmiz. Keyin hisoblasa, $50. Qanaqa qilib to'lading uni? Chiqib ketganda, qaytganda kiritganingdan ham to'lasana bo'ladi deydi, muammo bo'lmaydi deydi. Biz chiqib ketganda to'lab qo'ya qoldi. Chiqib ketganda to'lab. Turkiyada unaqa jarimaga tushmadinglar. Turkiyada ham chunki radarlar ko'p ekan, mana juda ko'p ekan. Turkiyada parkovka muammo. Parkovka eng muammosi parkovka ekan. Lekin parkovkada ham shunaqa bo'ldi, shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Joy bo'shatib berganlar ham bo'ldi, bizni mashinani ko'rib. Joy bo'shatib berganlar ham bo'ldi. Ba'zi bir joylarda kim bo'lsan, kim bo'l, joy yo'q degan joylarni ham ko'rdi. Misol uchun ba'zi bir parkovkalarga kirsam, mashinamizni ko'rib pul olmaydi. Misol uchun pullik parkovkalar juda ko'p. Pul olmaydi. Shunaqa holatlar bo'ldi. Zo'r. Gap yo'q. Endi Gruziya masalasi bo'yicha Gruziyada qaytganimizda ozgina muammo bo'lib qoldi. Posta ushlab qoldi bizni rosa. Ko'p qo'yib ketdik. Haliga misol uchun qaytishda. Ko'p muddat ushlab qoldi bizni haliga. Turkiyadan Gruziyaga kirishimiz kerak. Biz Tbilisi tomonidan kirdik. Gruziyani Tbilisi degan shahar tomonidan kirdik. Ashida ancha ushlab qoldi bizni. Haliga mashina nakaleykasiga muammolar ham hammasi o'sha yerda bo'ldi. Masalan, biz kirib chiqib ketganmiz. Oldin kirgan ekansan deb turibdi, boshqa qilib turibdi, lekin bitta o'sha yonida bitta sherigi bor ekan, ancha bizni mashinamizni videoga oldi, o'zimiz rasmga olib, ancha ushlab turdi. Ko'chtirmadimi? Yo'q, ko'chtirmadi. Oxirgi variant havo sovuqlashib ketdi, yomg'ir quyuyordi, ya'ni kiyimlarimizni yudirganmiz, ilib qo'yganmiz, sportivkalar yo'q, mashinadan tushib olib turibman. Endi sherigim anaqa odamlar o'tadigan joydan o'tib ketgan ichkarida. Do'l yog'ishni boshlab bordi. Yana oxiri videoga olishni boshladi. Meni nima bo'lsa bo'lar, Allohga tavakkal, bitta video qilib ko'raychi dedim. Shuna kamerani yoqib boshladim. O'zi shuna ko'rdi-da, kel dedi. Abi kel dedi. Nima bo'ldi ekan, borsam, bo'ldi mana sen o'tding deb tas pechat turib berdi-da. Shuni e'tirof qilmaymanmi dedim, videoga olishni dedim. Mani qurol ekan-ku dedim. Keyin ash tomondan yana chiqib ketib qoldi. O'sha ko'p ishdamiz, Gruziyada qiynalamiz deydi ko'pchilik. Shunaqa. Agar tavsiya bo'lib qoladi, Gruziyadan agar qaytadiganlar, Turkiyadan qaytish, boshqa davlatdan qaytadiganlar bo'lsa, Tbilisi tomonidan kirmaslik kerak. Misol uchun biz Kappadokiyadan keyin yana 2-3 ta shaharlar bilan bo'ylab keldik-da, 2 ta yo'nalish bor ekan. Hamma joy 20 ta viloyatiga bordik, aka. Sharlar uchadigan joy o'sha joyda edi. Ko'rdingmi? Endi ham video qildik. Ertalab 6 da uchadi. Ertalab uni o'zim ham tushgandim. Xulamadi desak ham bo'ladi. Ashcha vaqt o'tkazib yubormaylik-da. 6 da uchadi. Bomnot o'qidik, srazi borib o'sha videoni oldi. O'zi 1 soat uchar ekan, 1 soatdan keyin qo'nishni boshlarkan, tugar ekan. Kun bo'yi unaqa narsa. Ko'rdingmi o'shani? Ha, ko'rdim. Videolarni qildik. Antaliyaga bordik, Fethiyaga bordik, Fethiyada. Orasi Istanbul bilan menimcha 7-8 kilometr bor-a, Antaliya. 1000 kilometr. Antaliyani. Bizniki 1000 kilometr bo'lib ketdi, chunki viloyatlarning ichlarigacha kirib aylanib bordik-da. Gap yo'q. Ancha-muncha joylarga kirdik. Haqiqiy sarguzash bo'pti-da. Sizlarga shuni bordingmi bo'lmadi. Shunchakiga berilmadi. 1 oy yurimiz, aka. Roppa rosa 1 oy deganda Turkiyadan chiqib ketdik-da. Yo'q, gap yo'q. 1 oy yurdi Turkiya ichida. Demak, mana hozir
mashinada shunaqa sayohat qilaman deganlarga nima maslahat berasiz? Nimaga e'tibor qaratishsin ko'proq? Ko'proq bizdan ko'pchilik so'raydi, hammaga tenglarga javob chiqib bo'lmaydi. Istoriyalarni ham qildi, ko'pchilik so'raydi. Qanaqa dokument qilamiz, qancha pul olsa bo'ladi, necha pul rasxod bo'ladi, boshqa bo'ladi deyishdi. Rasxoddan ham ko'ra iloji boricha o'sha, masalan, mashina o'zining nomida bo'lsa, keyin haligi hozir Turkiya ham Davernisga ruxsat olib qo'yibdi. Davernis bilan yurib bo'lmaydigan qilib qo'yibdi. Masalan, boshqa davlat vakillariga. Biz ham kirganda Davernis o'tmaydigan qilib qo'yibdi Turkiya o'zi. Faqat o'sha mashinaning egasi foydalana oladi, xolos. O'zini ichkisiga o'tishi mumkin, bir-biriga ruxsatnoma boshqa davlatnikiga mumkin emas. Hop, o'zini nomida mashina bo'lmasa, qanaqa qilish kerak? Uzun nomida bo'lmasa, Turkiyada qiynaladi deb o'ylayman. Bag'lada qiyinchilik yo'q. Bizda Gruziyada apostil so'radi to'xtatib. Hamma dokumentlarimizda apostilni so'radi. Bizda ozgina oldin Yevropaga harakat qilgandim men, samolyotda sayohat qilaman deb. Tarjima qildirib olish kerak. Hamma dokumentlarim apostillari bo'ladi. O'zimning tadbirkorligim, bankdan hisobotlarni hammasini apostilini kompyuterdan chiqadigan qilib qildirib olgandim. Hammasini qo'ysam, undoq qaraydi-da. Bu davlat ishida ishlaydi shekilli-da qo'yardi. Hamma tilga o'girib oluvdingizmi? Apostil ingliz tili, rus tiliga qildirib olgandim. Asosiy ingliz tili, rus tili-ku. Ashnisiga qildirib olgandim. O'shanisi yutug'im bo'ldi. Bo'lmasa u ham baribir hammasi ozgina o'lish harakatda bo'lar ekan. Uni so'rasa, uni qo'ydim, buni so'rasa, buni qo'ydim. Demak, tarjima hamma hujjatlarini tarjima qildirib olishsa, muammo bo'lmadi. Gruziyada asosiy ularni tushunmamas ekanda, haligi kurs ko'pda oddiy kalsoy ichida ham ishtirab chiqarib berdi. Agar yo'q desangiz, o'sha narsangiz yo'q desangiz, nimadir muammo qilib yozib berishi mumkin. Turkiyada OMG'lari hammasi dokument tushasam, yo'q to'xta, dokument kerak emas. Seni o'zi mana mashina dokument deydi-da. Mashina dokument kerak emas. Muomala zo'r. Muomala zo'r geylarda, muomala zo'r. Haligi bo'lmasa bitta ikkita narushenalarni qilib qo'ydi. Orqamizdan quvlab kelingan holatlar bo'ldi. O'shanaqa holatlarda Qozog'istonniki ham, boshqa davlatlarniki ham hammasi quvyordi, gap yo'q. Xursand bo'ldi-da, qanaqadir tomonlama. Biz uchun o'sha ham bitta natija. Конечно. Yana Turkiyada cho'milishga kirib ketdi Izmirda. Izmirga bordi. Izmir ham juda chiroyli joy ekan. Cho'milishga kirib ketdi plyajga. Plyajda yonida kalsoy bor ekan. O'sha hamma kirib qaytib chiqib ketadigan joy. O'sha joyga qo'yib qo'ydi. Mashinani qo'yib kirib ketsa, bitta chol keldi-da, mashina, sizlarning mashinani mo'ljalimda dedi. Endi turkchani yaxshi bilamiz. Ha, meniki desam, anaqa jandarma turibdi tepasida, shtraf yozadi. Hozir anaqa bo'lmasligi mumkin, chiqib ketganingda muammo bo'ladi, bor qara dedi. Yugurlab bordim. Videolarni yoqib bordim. Borsam o'zi kutib turgan ekan, eshitmay yozmasdan kutib turgan ekan. Shunaqa holat, men sayohatchiman. Bu yerda 6 ta mashina turibdi, kirib ketganda hamma qo'ygan ekan. Chiqsam bitta men mashinam turibdi, jandarmalar turibdi. 3-4 ta bo'lib turib olgan. Endi baribir ozgina xavfsiraysiz. U o'qib qo'ymaydi, ishtirok yozib qo'ymaysiz endi. Keyin mashnaqa damogani kelgandim desam, men sen chiqishingni kutib turgandim, senga ishtirok yozmayman, muammo emas dedi-da. O'sha jandarmalar kiradigan katta anaqa bor ekan. Parkovkami? Yo'q, haligi bizda vayni chasti deydi-ku, o'sha vayni chasti bor ekan. Oldida o'sha kalsoy oldida, kalsoydan aylanib kirib ketar ekan. O'ta qattiq haligi narsa qilinadigan joy ekan, o'sha anaqalarni zinalarni olib turib, hashaga kirib tur. 2 soat maza qilib damini olib chiq deb turib joy qilib berdi o'zi. Men seni joy qilib berish uchun bu yerda kutib turibman dedi. Bo'lmasa ketib bo'lgan bo'lardi. Mehmonligingiz uchun. Seni bu yerda boshqalarga xalaqit qilmasligi uchun seni oldirib qo'yib joy qilib berish uchun kutib turibman dedi. To'g'ri, haligi qonunni buzdi, kalsoyga qo'ydi. Lekin hamma qo'yitgani uchun bu yerda odam ham ko'p joy emas ekan. Hamma qo'ygani uchun biz ham oxirida o'sha joyda joy bor ekan. Ko'rgan biladi. Bo'lmasa ancha uzoqqa qo'yib kelish kerak. Biz narsalarimizni uzoqqa ishona olmasdi. Chunki Turkiyada bir marta bo'ldi, mashinamizni o'ynagini o'chib ketibdi. Lavoy totib o'chiladi-ku. Eshigimni ochsam o'yna tushib ketdi. O'shanaqa holatlar bo'lmasa, baribir o'g'irlik, boshqa bilmayman. O'g'irlik bo'lmadi, yaxshi hamma narsamizni tiklab ko'rdi, joyida turgan. Eng asosiysi hujjatlar, baribir. Hujjatlar, eng asosiy kerak narsa hujjat. Futbol ko'rgani kirib ketdi Qozog'istonda. Bitta futbolga to'g'ri kelib qoldi. Endi ham haligi ishing tagida bilmayman, bizni sayohatchiligimizni bilganmi, do'ppilarimizni ko'rdi, kirgizdi, pulam olmadi, boshqa ham qo'yib, bilet ham olmadi, tekinga kirib ketib qoldi u yerga. Alloh taolo o'zi qo'yishtirib qo'ydi-da. O'zi omadli bo'libsizlar-da. Shunaqa.
Qara, qancha borib kelishingizga qancha расход ketdi? Borib kelishimizga расход yaxshigina ketdi. Endi yo'l расходini aytaman, biz o'zimizniki ham qo'shib olgandan chunki edi yaxshiroq dam olamiz. O'rtacha endi masalan bir qancha расход ketadi? Agar 2 kishi agar mashinada borib keladigan bo'lsa, $6000 olsa zo'r bo'ladi. Chunki biz hamma tushadigan narsasiga $100 anaqasi bo'ladigan bo'lsa, $100 tushdi, boshqasi bo'lsa o'shanisiga tushdi. Xullas qaytilmaydi. Mazza qilib dam olaman deyishsa, $5-6 ketadi. Ketadi. Ammo ko'p narsada tejamkorlik bo'ldi. Asosiy misol uchun trendda bo'lib turgan narsalarga tushishni maqsad qilganda biz pulimizni o'sha narsaga qildik. Ammo bizda unaqa pul ketmadi, $6000 pul ketmadi, lekin misol uchun biz yo'nalishimiz boshqa-ku, boshqalar dam olgan. Mehmonxonalar bo'ladi. Mehmonxona bizdagi yotoqda misol uchun dam ostida yotib keta olmasligi mumkin. Ular gassisalar ham hisobini chiqardim-da bu summani ichida. Hammasini hisobini chiqarib, misol uchun qaydadir savol bo'lib qoladigan bo'lsa, men mana shu summani aytaman dedim. Bizda undan ozroq ketdi chunki bizga yotoqlar tekin bo'lib ketib qoldi. Antaliyada butun turli o'yi kaltini ushatib qo'ydilar. Bitta o'y qurib sotar ekanlar. O'zbek ekanlar-yu, butun turli o'y kaltini berib, mana shu o'y sizlarga necha kun qolsani qo'yinglar, necha kun dam olsani dam oling. Xaladniyda produktlar bor. Yegam. Yana qoyil qoldi. Bunaqa narsalarni kutmaganda biz. Antaliyaga boshlagan o'zida to'shni issiq joyga kelib oldi. Issiq Antaliya. Moshtada qolishni nima deb o'ylaysan desam sheriga. Bilmayman, moshtada qolamizmi bugun dedi. Yanaki hajab bo'lmasa otel olib kiramiz, otelda yotamiz desam, ha shunaqa qilamiz, Alloh o'zi bir yo'lga solar dedi. Kirdi deb o'zi videoni qo'ydi. O'zi har bitta viloyatga kirganimizda e'lon qilib video qo'ydi-da. Keyin sirazi bitta oka aloqaga chiqdilar ular. WhatsAppdan o'zlari nomerimizni topib, oka ko'rsalar, Alloh rozi bo'lsa bizni kuzatadilar, o'zlarigacha yozib turadilar, kommentlardan boshqa qilib yozib turadilar qo'ygan videomizga. Okadan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga ham emas, unaqa bitta o'yi berib qo'yib, shunaqa o'y qurib sotar ekanlar. sizlarni tanimasa masalanda, Shunaqa har xil odam bo'ladi va cho'chiydi ko'pchilik. Oka aniga o'zbeklarning poddashkasini shunaqa joylarda his qildi-da. Misol uchun Qozog'istondan o'zi boshlandi. O'zi qozoqlarni o'zi yamanchimcha poddashka qilar ekan. Jigar bilan ko'rishdi edi. Inamarka hayda. Nodir aka. Ular kontent qilib berishgan. Ular ham biz umuman kutilmagan ishlar bo'ldi. Biz endi gassisaga kirib yotdim, 12:01 bo'ldi. Bir mahal anaqa keldi. Istoriya keldi kushidan, Inamarka haydadan istoriya keldi. Bundoq qarasam, istoriya qo'yib qo'yibdilar atmetka. Ha, ko'ruvdim. Atmetka qilib istoriya qo'yib qo'yibdilar. Ish dedim. Yana sirazi yozdim, aka, gap yo'q, rahmat, xursand bo'ldim dedim. Kushamaydi ekanlar. Asosiy yo'nalishga qo'yib qo'yganim 21 ni qo'ygan. 21 o'shanda trend bo'lib ketdi. Keyin yo'ldan aka sizlar keldinglarmi? Gap yo'q, zo'r deb turib yozdilar ular ham. Ha aka, shunaqa mashtaqa 18 kunda keldi desam, "Вообще zo'r, maza qilibsizlar, zo'r bo'libdi" deb turib ozgina gaplashib qoldi. Keyin ertasi kuni ertalab yozdim, mashtaqa kechqurun yozdim. Ko'rishib birimda ko'rishaylik aka, sheyda bo'lsangiz desam, ertaga ertalab uchib ketadiganman. Agar gassisa yaqin bo'lsa, kelsangiz, siz mashinadasiz kelsangiz ko'rishaveramiz, muammo yo'q dedilar. Gassisalar ham 4 kilometr uzoqda ekan bizdan. Shuni mashinani qizdirdi, yetib bordi. Endi kontent qilding. Deb bitta video qo'yib oldi u kishi bilan ham ko'rishib, yuzma-yuz ko'rishib oldi. Qara, Damazda shunaqa uzoq yo'lga chiqishni, masalan, isbotlab qo'ydingiz-da. Borsa bo'ladi degan. Borsa bo'ladi. Qanaqa zapchastlar boya ham aytdingiz, qanaqa zapchastlar olishadi? Endi ko'pchilik Damazga qiziqadi. Masalan, Damazni men tasavvur qila olmayman-da. Konditsioneri yo'q, pechkasi ham yaxshi ishlamaydi. To'g'rimi? Shunaqa. Na sovut oladi, na isita oladi-da. Bunaqa risk dahshatda. Biz ana Litu qilib oldi deb video qilganmiz-ku, o'shanga ishonib chiqib ketganda, yostig'larimiz bilan yopiladigan olganda Qozog'istonga borib, birinchi o'rinda ko'rpacha bo'lish kerak. Birinchi o'rinda tagingizga soladigan ko'rpacha bo'lish kerak agar Damasda chiqib ketadigan bo'lsa. Damasda chiqishmaydi ko'pchilik chunki lekin ko'rpachalarni Qozog'istondan sotib oldi. So'lib o'zimizni komfortlashtirdi-da borgan sari. Keyin yo'l Rossiyaga borganda yana birortadan ko'rpacha, yana ham komfortlashtirib birortadan olaylikmi dedi. Mashina to'lib ketdi o'zi borgan sari. Keyin hamma shu bittaga ham shukr qilaylik-da. Mana bittadan shukr qilib ketdi-da. Lekin ko'rpachani olganimizdan keyin o'zi bir kun yotib ko'rdi Qozoqqa o'tgandan keyin. Ancha qiynab qo'ydi. Baribir haligi sidina tekis bo'lgani bilan mana qanaqa joylari bor.
ancha qiynab qo'ydi bizni. Keyingi sayohatlaringiz ham shu Damazda bo'ladimi endi? Faqat Keyingi sayohat nima deysiz? Yo keyinchalik o'zgartirib men oldin komfortroq sayohatchi Abuga o'xshab kattaroq mashina olmoqchimiz. Yo'q, kattaroq mashina Alloh nasib qilsa olamiz. Lekin men ko'proq komfortroq mashinada havas qilib, xayolimda komfort mashinada nima qilardim. Bu Instagram yurg'izish boshqa, u ikkinchi masala edi. Keyin o'zim qarasam, u Damasda interesneyroq bo'ldi-da. Bu safargisi ham Damasda bo'ladi inshaalloh. Va qara, o'sha pashti kontent va Damazda shu qilaman deyapsiz-da. Pashti blogersiz. Blogerlik mana kirib keldingizda negativlarga qanaqa qaraysiz? Mana o'sha baribir asabbuzorlik bo'lishi mumkin. Shunchalik mehnatni ko'pchilik bilmaydi-da. Shunaqa. Odamlarning kayfiyatini ko'tarib kontent qilishsa-da, lekin bitta negativ chiqib tursa, g'alati bo'lib ketadi-da odam. Eng yomon joyi, misol uchun aliga endi sal qanaqa qaraysiz? 1000 ta odam yozsa, 1000 ta odam komment yozsa, bitta odam negativ yozsa, o'sha bitta odamga ta'sir qilar ekanda. 1000 ta odam zo'r yozadi, aliga ruhiy ko'tarilasiz, lekin oxirida bitta negativ ishlatsangiz, u boshqacha ta'sir qilar ekan. Men hech bunaqa narsalarni his qilib ko'rmaganman. O'shani aytaman, endi mana bloger bo'ldingiz. Shunaqa. Blog yurityapsiz. Shunaqa. Qanaqa qarayapsiz o'sha negativlarga? Iloji boricha e'tibor bermaslikka harakat qildim. Keyin men ko'p kuzataman-da, misol uchun kommentariy o'zi bizda kommentariy o'qish anaqa qilib ketdi-ku, kommentariyalarga qarayman. Hali salbiy javoblar bo'ladi-da, haliga o'sha negativcha javob bo'ladi. Ko'pchilikda. Men iloji boricha yo e'tibor bermay o'tib ketaman, yo bo'lmasa o'shanga yarasha chiroyli gapirish harakat qilaman iloji boricha. Qo'ldan kelgancha. Chunki hozir men unga noto'g'ri javob bersam ham, haliga ijtimoga erishmayman. Yaxshi javob bersam nimadir erishishim mumkin. O'zgarmaydi demoqchi. Ha, hech narsa o'zgarmaydi. Uning uchun ham hech narsani o'zgartirib qo'ymayman, o'zim uchun ham baribir negativ bo'ldimi, bo'ldi. Shunaqa qabul qilaman. Qara, yo'lda ketayotgan paytingizda qanaqadir finansiy qiladigan odamlar ham bor bo'ldimi sizlarga? Masalan, reklamam bor. Reklama olasizmi deydiganlar ham tushdimi reklama ham? U narsani u reklamani sponsor deyli, sponsor. Biz beran chiqib ketganimizda oka birinchi biz e'lon qildik. Misol uchun qanaqadir baribir sponsor shartnoma bo'ladigan bo'lsa ishlaymiz deb e'lon qildik. Keyin qaysidir ma'noda qilmasam ham bo'lar ekan dedim, chunki bizda natija yo'q edi, 10 mingta odamimiz bor edi. Hech kim ishonmasdi. Hech kim ishonmayotgandi ham, o'zimiz yaqinlarimiz ham ishonmadi. Haliga anaqa vaqti kelsa, ota-onamiz biz asosiy orqamizda turib berishdi, ishonib turgan ota-onalar. Men eng anaqasi, men abamlarni to'g'risi men haliga gapirish emas, ko'p narsada qaror qabul qilsam yonbosallar-da. Bos gazini siz taraf bo'ladi. Bos gazini, muammo yo'q. Qildinglar. Men asosiy o'sha abamlarni gaplardan anaqa o'lib, ota-onaning duosi bilan qilaman. Dedamlar ham bag'da, o'g'lim martaban ulug' bo'lsin, gazini bos. Zo'r bo'ladi deydi. Misol uchun agar bir kishidan ham agar qarshilik, qiynalasan degan narsani eshitsangiz, u narsa so'ladi-da. Avtomatik to'xtaydi. Lekin u ota-onangizdan bo'ladi-da, u qo'rqmaysiz, ketaverasiz. Shunaqa reklamani e'lon qildim. Tushdi reklamalar. Keyin miyaga kelib qoldi. Men hozir buni oqla olaymanmi, o'zi ovosami? Bunga bitta mas'uliyat-da. Auditoriya oz bo'lsa. Auditoriya oz. Bitta mas'uliyat. Buning uchun andeni yondashishim kerak. Men sayohatim haliga qaysidir ma'noda bu bilan mashg'ul bo'lib qolishingiz kerak. Bu bilan mashg'ul bo'lib qolishim mumkin, maza qila olmasligim mumkin dedimda. Yana keyin erkin yurdim-da. Haliga nimadir mas'uliyat yo'q yelkada. Misol uchun faqat borishlik, aylanishlik, sayohat qilishlik, tabiatlardan bahramand bo'lishlik. Umuman reklama olmadingiz keyin? Yo'q, reklama yo'lda tushdi. Keyin reklama juda ko'p bo'ldi yo'lda. Ko'pchilik endi nasibingiz pullar oldingiz reklama. Endi uni o'zi. Nimaga? Voy, qiziq-ku. Turkiyada oldi asosiy reklamani, oka. Turkiyada ertaga baribir sizga yana sayohat chiqasiz, baribir sponsorlik kerak, baribir любой sohada ham. Любой sohada ham sponsor kerak-da. Turkiyada oldi, oka, 2-3 ta oldi. Turkiyada $400 oldi. Reklamani. Endi aytayapman, men unaqaliga misol uchun o'zimni katta bloger deb ham hisoblamayman, lekin qaysidir ma'noda Alloh taolo yetkazdi uni bizga. Bizda ozgina puldan o'zi tanqislanish boshlanayotganda Alloh o'zi bag'dan haliga yo'naltirib qo'ydi deb o'ylayman, chunki u haqiqatan ham shunaqa, chunki bizni sharoitimizda, bizni holimizni biladigan faqat Alloh. O'sha tomonlama
o'sha narsalar bizga mashina bo'lib kelishimizga sabab bo'ldi o'sha narsalar. Alloh sabab qilib qo'yibdilar. O'zbekistonga yo'lda oxirgi summamizni Qozog'istonda ishlatib O'zbekistonga kirib oldi. Keyin O'zbekistondagi o'zbek summamizni ishlatishga tushib ketdi-da. O'zbekiston oxirgi mashina bo'lib chiqdi. Men o'zim ham hayron qoldim. Bunaqa holat haligi o'zimga ham kutilmagan holat bo'ldi. Hali tangala qoldi-da, rubl tangala bo'ladi, shunaqa qoldi. Qarang, ko'pchilik sayohatga masalan pul uchun chiqadi. Auditoriya uchun chiqadi. Siz nima uchun chiqdingiz? Bizda men yoshligimda, misol uchun biz yoshligimiz ish bilan o'tgan, ko'proq asosiy fokus ishga qaratilgan, biznesimizga, o'ylanganimizdan keyin ham iloji boricha biznesni rivojlantirish bo'lgan. O'shalarni yo'lga qo'yganda, imkoniyatim bo'lganda inshaalloh men o'sha og'aynilarimni yig'ib chiqaman deb yurardim. Keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Keyin shunda erta qaraganda bora olamizmi yo'qmi, Alloh biladi. Hozir zo'r vaqt ekan. Davay boshlaylik dedi o'sha qandashimga. O'zimdan 1 yosh 2 yosh farqimiz bor, lekin qandoshimiz oshnamiz. Shunaqa dedim. Shunaqa bo'lib chiqib ketdi. Keyin Instagramni rivojlanayotganini ko'rib, maqsad ikkita bo'ldi. Maqsad sayohat edi. Ham sayohat, ham kontent. Maqsad sayohat edi. Keyin Instagram rivojlanayotganini ko'rib, u tabiiy holat, hammada bo'ladi bu. Instagram qiziqish hammada bor. Instagram yaxshi ketibdi. Keyin bu yo'nalishga maqsad. Demak, asosiy maqsad sayohat bo'lgan. Asosiy maqsad sayohat bo'lgan. O'shani hisobiga ham biz olmadi, homiylar bo'lmasa o'shanda 10 mingtaligimizda ham ishonch bildirganlar bo'ldi. Ko'pchilik aloqaga chiqdi. Olmadi u homiy. O'zimizni mablag'imizga ishonib, iloji boricha qani shu mablag' bilan biz evlab kela olamizmi deganda, o'sha mablag'ni mashina qilib yetkazdi. Endi yo'lda reklamalar bo'ldi, boshqa bo'ldi-yu. Shunaqa reklama bo'yicha muammolar bo'ldi, bitta ikkita bu bitta inson chaqirganda biz Turkiyada. Uni ham aytayran? Ha, ochiqlar. Turkiyada bizni chaqirishdi. 2-kun, 3-kun ekan. Bizni chaqirishdi. Burak bilan ko'rishganimizdan keyin yana ham unaqa bo'ldi. Qo'ygan videoyimiz ko'tarilishi yaxshi ko'tarilishi bo'ldi. Mehmon qilaman deb chaqirdilar. Biz endi unaqa kimni fikr qanaqaligini bag'dan turib bila olmaysiz-ku, qanaqa fikrda chaqiradi, qanaqa chaqiradi. U okani ancha bizga xafa qilib qo'ydilar ham. Unaqa bo'ladi deb o'ylamaganda, samimiy chaqirganlar deb o'ylaganda, o'zi ko'pchilik biz samimiy chaqirdi. Oka video qilma, bizni olma video dedi-da, masalan, o'tiribmiz, masalan, dasturxon meshat hammasi zo'r bo'libdi, o'y-joylar zo'r bo'libdi. Bizga kamera kerak emas, video qo'yishingiz kerak emas. O'zingiz uchun o'zingiz so'ylab, mana shunaqa bir joyda o'tiribmiz deb o'ylang, lekin dasturxon o'tirganimizda birgalikni olman dedi. Endi o'qqa chaqirdilar. Biz ham shunaqa samimiy chaqirgan bo'ldi. Bormasa, bitta ikkitasiga bormasa javob qilibdi-da, haligi bir pasda kibr yo'q qoldingmi? Javob berib bo'lmadi. Odam ko'p yozibdi, javob berib bo'lmadi, uspet qilib bo'lmadi. Yana oxiri o'sha javob berishni ham to'xtatib qo'ydim. Endi hali o'qqa to'g'ri kelib qoldi. Endi keyin ichog'ontada bir javob qilib qo'yadi deb bitta javob qilsam, biz sizlarni O'zbekistondan bir kutamiz. Chiroyli yozdilar. Kelmasangiz bo'lmaydi, keling bizni kutib turamiz sizni deydilar. Biz Istanbulda dengiz bor, ko'prikni bu tomonga o'tib bo'ldi. O'zi Lalli tomonga o'tib bo'ldi. Ular Osiyo tarafda ekanlar. Lakasi tashadilar, 1,5 soat, 2 soat ko'rsatdi. Probka bilan hisoblab. Endi haligi o'qiga endi mayli boramiz deb qo'yganman, lakasi tashamaslardan olib bo'ldi. O'qi gap yo'q, xo'p, shunchalik yana o'qilarkasiz, kuzatarkasiz bo'ldi, o'tamiz oldingizga dedi. Kechroq tushdi, o'tdi. Endi ag'ba bo'lib bu 11 ga yetib bordi o'shkil kechqurun, shundan keyin chiqib. Probkani bilasiz, Istanbulda katta bo'ladi. Borib o'yga kirdilar. O'zi kemat deb o'ylagan ekanlar. Endi Ebega boraylikmi dedi. Yo'q, bizning qonunimiz yo'q. Endi siz bilan ko'rishib, narsa qilamiz. Men joyim bor bu yerda, 5 etajli, 6 etajli joyim bor. Dedilar, "Mana shu joy fonda meniki, bu yerda ishlataman." Dedilar. "Yaxshi-ku, zo'r-ku" desa, "O'sha yerda qolasizlar, bugun joyim g'amini qilmani qolib dam olasizlar." Xo'p deb bordi. Kirsa koridor, katta koridor, xona bo'lgan. O'rtaroqda tevaga chiqib ketiladi. Ham tepa ham shunaqa xona endi men tushunishim bo'yicha, ha. Lekin o'pshi yuriladi. Har bitta xonada odam yashar ekan. Oshxona, bitta katta oshxona, hammalar o'sha yerda mo'ljallanib ovqatlanishadi. O'sha oshxonaga kirdi, ozgina choy-poy qo'yib boshqa qilishdi. Endi telefonimni zaryadkaga qo'yib bir tayyorgarlik ko'rib, narsa qilaman deb tursam,
ichkaridan narsalar chiqib keldi. Qizlar chiqib kelishdi. Iye. Yana oka siz bizni tushunmadingiz shekil. Biz ko'nglimiz o'tirmagan joyda qola olmaymiz. Maqsadimiz biz yo'nalishimiz pul ham emas, reklama ham emas, boshqa ham emas. Biz sayohatchimiz. Biz ko'nglimiz tusamasa, bunaqa holatlar ko'nglimiz sal g'ash bo'ldimi, chiqib ketadigan insonmiz. Chunki biz shuncha yo'l bosib keldik. Bekilishimiz oson bo'lmadi. Oka xafa bo'lmaysiz, biz turdik dedim. Yo, bular şeyda qoladigan insonlar endi xotirjam bu. Xotirjam deganda kiyim tutdimi? Xotirjamlik holatda kiyimda chiqib keldi. Erkaklar aralash. Yo, ko'ngil xira bo'ldi, sirazi 2 kishi chiqib keldi. Ko'ngil tortmadi. Voy dedi-da, o'zi bildi, biz kelganimizni bilgan, boshqa o'zi pichillab gapirsangiz ham u xonadan bu xonaga o'zishdilar ekan. Atalab chiqib bitta ko'rinish bergandan ko'ngil xira bo'ldi. Keyin oka bizga patamiz turayli, beda qola olmaymiz desam, endi qo'limdan sho'lib, ketmaysizlar, o'sha yoqdan keldinglar, bular shunchaki şeyda ishlaydi, ertalab ishga ketib kechqurun keladi. Yo'q, baribir biz o'zimizga javob qila olmaymiz. Oilamizdan shuncha uzoqdamiz. Biz o'zimizga javob qila olmaymiz. Ko'pchilik bo'lgan joyda qila olmaymiz, oka. Xafa bo'lmaysiz. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik hurmat qilib chaqirdingiz. Keldi deb chiqdi tashqariga chiqib, qisa oka umuman ketqish niyatlari yo'q-da. Qo'limdan shu olganlar. Maqsad nima? Maqsadni bilolmadim. Nima maqsadni men umuman tushunmayman. Deb o'rsalar ham bo'lardi-ku. Bu yo'nalish tushunmayman. Maqsad nimaligini bilmadim. Endi atalam men ham o'sha bozorga so'rab turibman, ketaman, o'zbek. Ketaman deb turibman. Endi xaylinglarni aytmayman. Endi kuzatadilar baribir kishi ham. Kuzatsalar ham anaqasi yo'q menga. Keyin ketaman deb oyoq tirab turib oldim. Sherigim ham bo'ldi, bena ketamiz. Bu joy bo'lmaydi. Yoqmadi xullas. Ha, xullas ko'ngil xira bo'ldi. Yani keyin 3 kishilashib ketishdi. Voy, ketamiz baribir desam, yuring dedi. Sizga luks joy bor, o'sha joyga olib boraman. Men o'zim uyim yashaydigan uyimga olib boraman deb endi mashinaga chiqib olishdi. Ular o'zlarining mashinalariga chiqishdi. Yuring dedilar. Oka, yo'q, bora olmayman desam, yuring qilib nerga o'ylarga olib bordilar. U o'ylarga borgandan keyin taqi-taq to'xtadim. Oka dedim, ming bor uzr, xafa bo'lma. Nima qilsangiz ham men kirmayman bu xonadonga. Chiqib ketaman. Desam ham ina oxir ochildilar. Maqsad u oka jalb qilish. Ishchilarni jalb qilish, reklama qilib bering. Mana shu oka şeyda ishchi ishlatar ekanlar, ham o'zbeklar shay kelib turar ekan, mana shu okaga aloqaga chiqsani, ish bor ekan. Xotin, qiz, ayol, erkak farqi yo'q, aloqaga chiqinglar, ish bilan yo'naltiradilar, ish qilib beradilar deb bering dedilar. Tushundim. Okey dedim, undan dedim, haligi qizlarni oldiga qo'yib olsangiz o'sha yerda uxlaganim yaxshi-ku dedim. Sabaqchi bo'lgandan dedim. Boshqalar ham. Endi nima ish bo'ladi bilmayman uni. Misol uchun baribir strafovkani olish kerak-ku. Aytsalar qilib ketilavermaydi-ku. Undan dedim, men yerda qolganim yaxshi men. Unaqa reklama qilmayman. Men reklamachi emasman men dedim. Men bloger emasman dedim. Men sayohatchiman, prosta qilayotgan ishimni videoga qo'yib, Instagramga qo'yib ketdim. Unaqa narsa qo'ymayman. Ha, Instagram qo'yib ketgan insonman. Shu xolos dedim. Men reklamachi emasman, okey desam. Shuni deb gapirib berib keting deb shuna o'zlarini kameralarga qo'yib, o'zlari videoga tushib ketdi, o'lishga tushib ketdilar. Keyin yana ozgina shuna qilib turdim. Oxir taqdirga tan berdilar, baribir ko'ndira olmadilar. Yana keyin haymazurlar bilan chiqib ketdi. Lekin yurganda ham o'shangacha ham orqamizdan keldilar-da, baribir nimadir fikri o'zgararmikin degan kutdilar bilmaymiz. Yana keyin bosib chiqib ketdim. O'sha joydan qaytganimni bilmayman, hali politsiyskilar bo'ladi-ku. O'zi o'shanda o'zi bilindi-da, anaqasi urdi deb o'yladim-da. Bitta politsiyskiga chiqdi, 4 ta balon ko'tarilish keldi amassi. Ichida, mashinaning ichidagi hamma narsaning joyi o'zgarib ketdi-da, hamma narsa sochilib ketdi. Bunaqa tushunmaganman-da, bunaqa politsiyskiga tushunmaganman. Endi qaytib bo'ldim degansizda, hayajon bo'lgan, boshqa bo'lgan, haliga miyangiz qizigan-da. Kechasi o'zi birga qarab ketibdi. Tem bo'la kechqurun Turkiyada yurish xavfli-da. Xavfli, juda xavfli, o'zingiz ham bilasiz-ku. Shunaqa ekan. Men borganda ham qo'rqdim-da. Juda 12 dan keyin odam taqataq to'xtaydi-da, o'zi boshqa odamlar chiqib keladi-da. Odamlar almashar, aytishingizni aytmoqchi edim. Odam almashar ekan. Odam almashar. Biz bir kun ko'chada qoldik. 12 bo'ldi, 12 dan keyin o'zi haliga odam bitta pasayish bo'ldi-da, yana odam ko'paydi. Ha, shunaqa. U ko'payotgan odamlarni ko'rsangiz qo'lda ichimliklar,
haligi yonda insonlar bilan shunaqa yo'nalishga shuni almashar ekanda, hayron qoldim lekin. Shunaqa boshqa odamlar chiqib keladi, o'sha kechqurun. Dam olganlar deylar, bizda turklar ham kuzatadi. Bizni har bitta qo'ygan videolarimizda turk birodarlarimiz bor. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalari ishonsangiz hozirgacha ham yozishadi-da. Sizni kutamiz, sizni kutamiz deb. Yana keling endi. Men qoyil qolgan joyim bitta eng chekka qishlog'iga bordi-da. Hali odam yashashini ko'rsangiz, haliga hamma sodda insonlar o'shaydi. O'sha joyda biz ikkita inson kechqurun zapravkaga kirsa, bizni kuzatar ekan. Yo'q. Qoyil qoldim haliginga. Endi uni rekidan chiqib qolganmizmi, nima bo'lgan bilmayman. Yo bo'lmasa haligi ko'prikning ustiga chiqqan videoyimiz 2 million 800 ming, 2 million 900 ming ketdi. Ashunda ko'rgandir, o'shandan keyin balki obuna bo'lgandir deb o'yladim. Gap yo'q. O'zi odam qaysi davlatda yursa, o'sha davlatda relslar chiqib keladi. O'zimizdan to'g'rimi? Turkiyada yurgan paytingizda Turkiyalar chiqib kelgan. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. O'shanga chiqib qolgan ko'p holatlarda. Shunaqa bo'lgan o'yladim. Keyin yana bitta istoriya qilib, haligilarni anav qilsam, boshqacha xursand bo'lib ketdi. Quchoqlab, abi sandan go'zal yo'q deb raza e'lon qilib-da, qo'l deydi, mehmon qilaman, qo'l mana zapravka o'shaniki ekan, o'shalarga qarashli ekan zapravka. Choy-poy, oziq-ovqat. Endi ham haqiqiy turkiyaliklar juda samimiy bo'ladi. O'ta samimiy bo'lar ekan. U yoqlardan kelganlar ko'p aldab qo'yadi odamlarni. Odamlar fikri o'zgarib qoladi turklarga nisbatan. Lekin haqiqiy turklar, lekin juda samimiy bo'ladi. Biz har xil viloyatda bo'lganimiz uchun har xilini ko'rdik. Bizga bitta viloyatga kirdi, o'sha eng samimiy avtobusdagilarni yo'l berishi, kerak bo'lsa militsiyalarni yo'l berishi, yo'lda taksilarni yo'l berdi-da, haliga jimli, haliga sakinat bor joy ekan. Keyin bilsam, hozir bir insonni qabrlari o'tganini o'zi Islomiddin, hayajonda Islomiddin Mashkil, u kishining ismlarini unutmayman-ku. O'sha viloyat, xullasa. Ham ziyorat qilib chiqdingiz. Ziyorat qilib chiqdi u joyda ham. Chiroyli videolarni oldi. Ular ziyorat qiladigan joylarni 100% desam bo'lmaydi, bir 60%ni kirdi. Bordi. Video qilmagan joylarimiz ham bor. Eng yoqqan shahar Fethiya shahri bo'ldi bizga. Dam oladigan. Fath deydimi? Fethiya. Fethiyami? Fethiya degan viloyati bor ekan. Eyda ko'proq villa, dam olish maskanlari, dengiz bo'yi, suvi yo'qdi. Misol uchun suvini sho'rligi boshqa viloyatlarga qaraganda farqi bor. Tozaligi ham dengiz suvi. Bo'lmasa Antaliyada ham misol uchun hamma Antaliyaga boradi, suvda nisbatan narsalar bor. Hali har xil narsalar chiqadi suvda, lekin Fethiyanikida o'sha qirg'og'i ham toza. Hali to'lqinlanishi ham toza. Maldiv orollariga o'xshaydi. Ertalab chiqib o'tirasiz, anaqa qo'yib qo'ygan haliga. Qaroqchilarni kemasiga o'xshatib, dekoratsiyalarni kevalarni qo'yib qo'ygan, o'tirasiz maza qilib. Ertalabda bomdodni o'qib chiqib cho'mildi. Eyda boshqacha bo'ldi ham. Bizning esimizda qoladigan Fethiya bo'ldi, chunki biz parashyutdan tushdik edi. Tog'i o'sha 1700 kilometr balandlikka chiqib to'qqa o'shadan parashyutda tushdik. Ayshi bizga adrenalin. Ayshi adrenalin bo'ldi biz uchun. Shiri bilan ikkita gaplashib chiqib ketdik. O'shadan tushdik. Qoq o'sha dengiz tepasini aylanar ekan, o'sha dengiz qirg'og'iga qo'ndirar ekan. Gap yo'q. Dengiz qirg'og'iga tushdi. Zo'r bo'ldi. Qo'rqinchli bo'lsa kerak. Birinchi uchutganda qo'rqinchli bo'ldi. Biz uchutgan mahal bulut ko'tarilgan mahal ekan, oxirgi reys bu, oxirgi tushishini bizdagi odam tushmaydi, chunki hozir bulut yomg'irga aylanadigan bo'lsa, biz ham qolib ketamiz bulutlarning orasida deydi. Xavfli ekanda, ham bulut ko'paygan payt, shamol bo'layotgan payt o'z vaqti bo'lar ekan. Rosa bulutli bo'ldi, o'sha bulutni orasidan pastga tushib olishlik bizga ancha qo'rqinchliroq bo'ldi birinchi. Men o'zim uchun qo'rqinchli bo'ldi. Bulutdan chiqqanimizdan keyin haqiqiy professional ekan, haligi orqada boshqaruvchi ham haqiqiy turklarni qilib, aylantirar ekan, ularni qilib juda bir boshqacha bo'ldi, esda qolarli bo'ldi. Gap yo'q. Bu keyingi sayohatingiz o'rtacha necha kunlik bo'ladi? Keyingi sayohatimni buni Alloh biladi, lekin kontentlaringizni ham ko'rib bordim, ancha o'zgarish bor-da. G'oyalar ham boshqacha bo'lish boshlaganda sizda. Shunaqa biz Turkiyaga chiqib ketishimizdan oldin biz 15 kun u yoqqa, 15 kun bu yoqqa mo'ljal qilib ketgandik-da. Endi 15 kunda hamma bir oyda masalani hal qilamiz deb o'ylaganda, lekin biz Istanbulga kirganimizdagi o'ziga shunday bog'lab qo'ydi Istanbulga. Boshqacha. Endi biz boradigan joyimiz qanaqa bog'laydi unga qaraymiz-da. Agar misolcha bizga haligi o'ylaganimizdagi haligi
narsani beradigan bo'lsa, haligi ishtiyoqqa beradigan bo'lsa ketaveramiz. O'rtacha 1 oy 1,5 oylik sayohat bo'ladi keyin. Bizdan oldindan Shiri bolalar bilan. chiqdi. O'sha Shiri bilan. U Shirini ko'pchilik aytdi, nimaga ko'rinish bermadilar, ular nimaga haligi narsalar zerikib bo'lmaysizmi, kishi bilan emas, boshqa kishi bilan. U Shirini ko'pchilik ekranda, misol uchun ko'rmayotgandir, lekin ekran ortida haqiqiy Shirida, oka. Misol uchun balkim ozgina haligi soddaligi bordir, boshqaligi bordir, lekin suhbatlashib ketishga, misol uchun safarga chiqib ketganda eng kerakligi Shirin yaxshisi. Ha, eng kerakligi Shirin. Shirida, Shirin tanlashda adashsangiz o'sha tugaganingiz lekin. Tugaganida shunaqa bo'ladi, lekin misol uchun men yaqinim o'zimni xolavacham kichkinaligidan urushib katta bo'lganmiz, urushib talashib katta bo'lganmiz. Lekin bu paytda bir-biringga chiqishingiz. ha, misol uchun hamma gapimiz bir-birimizga tushadi. Haligi bir-birimiz bilan yo'lda misol uchun tortishib bo'ldi, boshqa bo'ldi. Haligi 1 soat, 1,5 soat ko'rtgan bo'lsa, 1 soat, 1,5 soat gaplashmasdan ham ketdi, lekin 1 soatdagi misol uchun oldingidan ham yaxshi bo'lib, yana chiqishib, yana davom etib ketaveramizda. Boshqa inson bilan bo'lsa men uni qilolmayman deb o'ylayman, chunki qiyin-da baribir. Qiyin. Eng yo'nda hamroh Shunaqa. birinchi o'rinda bo'lish kerak sayohatga chiqqanda. Oxirgi savollarimizdan biri, o'zi ozgina suhbatimizdan cho'zilib ketib qoldi. Ani Kupro masalasi nima bo'ldi? Avtovitsin ham chiqqan ekan. Kupro masalasi ozgina to'xtalib o'tib ketaylikchi. Kupro masalasi Qoraqishsoy Kuproga masalasi bo'yicha sizda. Qoraqishsoy Toshkentdan 170 kilometr uzoqlikda ekan. Biz yana o'sha sherigim bilan aylangani bordi. Misol uchun Toshkentda tovarimizni qilib aylangani bordi. Yo'lda ko'rishib qoldi avtovitsin bilan. Ular ham chiqib ketgan ekan. Dam olgani chiqib ketib, bitta mashina nabzorni qilib qaytamiz deyishgan ekan. Ko'rishib qoldi, gaplashdi, boshqa bo'ldi, ozgina turildi. Ular ham video olamiz deb turgan ekan, joy qidirtgan ekan. Keyin menda videosi bor edi, u joyi, mana shu joyga chiqib ketdi, ehtiyot hamma cho'milib, dam olib tushgan joy ekan. Birgalikda chiqib, agar chiqamiz desangiz, chiqamiz desa, "Vobshe zo'r joy ekan-ku, biz bilmaysiz shuncha yurib bu joyi." Ketdi, "Davay, bo'lsa orqangizdan chiqamiz" dedi. Ketdi. 6 soat yetib chiqdi o'shkil yo'l o'ta yomon. O'ta yomon ekan yo'l. Chiqdi, ega chiqib, cho'milmoqchi bo'lib tushdi. Ular ham videoni harakatida bo'ldi, biz ham videoni harakatida bo'ldi. Cho'milmoqchi bo'lib tushsa, suv o'ta sovuq. Endi cho'milmasdan qaytarkanmizda deb narsa qildi. Ular videoga olishga tushib ketdi. Endi ularning o'zining ssenariysi bo'yicha video qilmoqchi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi Allohning izni bilan ne'matlarga tushib ketib qoldilar suvga tushdilar. Suv totib ketib qoldi gurdob. Kuproning tagi suv totadigan joy ekan, aypir ketib qoldi. Keyin ukalardan Alloh rozi bo'lsin, ukalari qutqarib tushdi. Keyin bag'da hamma bir-biri bilan qo'lma-qo'l bo'lib tortib olib chiqib olindi. Telefonlar ketdi o'sha joyda. U videoni qo'yilmagandi ham. Videoni u joyda olingan videolarni eshitmasini qo'yilmagan. Keyin men u joyga borganimiz haqida yaxshi video oldim. Ponni o'sha joylarni kadrlarni qilib oldim. Chiroyli suv, yam-yashil suv, chiroyli. Voqea haqida gapirmadingiz? Voqea haqida umuman gapirmaganman. O'sha videoni qo'ydi. Keyin avtovitsin jamoasi bilan birgalikda chiqqanmiz deb turib qo'yganman. Qo'ysam video ko'tarildi, yaxshi ko'tarilib ketib qoldi u video. Kommentlar kelishni boshladi. U komment yozganlarga men atvet qilganimdan keyin o'sha videoning kommentini qarasam, yo'q, komment Instagramdan komment o'chirisham narsa qo'ygan shekilli, menga yo'l qo'ygan shekilli. Kommentlar yo'q. Keyin kommentlar kelishni boshladi. Salla kelib ketgandan keyin shu joy buzildi, salla video hali video qo'yilmagan u joyda, unaqa voqelik videosini ham qo'yilmagan-da. Prosta bir chiroyli joy aylanib keldi degan. O'sha joyi o'zida hali shov-shuv bo'lib ketdi, hali odamlar bo'ladi-ku, endi baribir odam ko'p bo'lsa shov-shuv bo'ladi. Shov-shuv bo'lib ketib qoldi. Endi xodimlar ham o'zi bizga aytdi. Bu yerda yaqinda bitta odam o'ldi, 2 kishini aram qutqarib oldi bu yerda. Kirib ketib qoldi Kupron tagiga, cho'milishni bilmasani tushmani deb tushirdi hammani pastga. Cho'milishni bilmasani tushmani dedi. Keyin biz ham o'sha aqlimiz yetmadi cho'milishga. Agar aqling yetsa tushingni bo'lmasa tushmani dedi. Biz aqlimiz yetmadi. Suv o'ta sovuq. Suv o'ta sovuq, keyin xavfli. Keyin tushmadi u. O'zi ani xodimlarni o'zi aytib turibdi. Keyin menga telefonlar kelishni boshladi. Siz qo'ygandan keyin shunaqa holatlar bo'libdi, unaqa bunaqa nima bo'lgan deb telefonlar. Dedim, guruh profilga nomer qo'ymaydi shekilli dedim. Qo'yib qo'ygandim nomerimni. Keyin bitta qarorga keldim-da, video qilmasam bo'lmaydi shekilli bunga dedim. Bitta video qildim. O'sha Kupro buzilgandan xursand bo'ldim men. O'sha odam o'lgan ekan, xavfli Kupro ekan bu, odamlarni totib ketgan. Nima kerak bu xavfli Kuproni?
Biz sababchi bo'lgan bo'lsa o'sha ko'prikga men xursandman. Yaxshi bo'pti. Ha, yaxshi bo'pti dedim. Chunki u cho'milishga ham xavfli joy. Shunaqa, u videodagi ko'pchilik fikri o'zgardi. Yaxshi fikrlar kelishib boshladi. Yana keyin yana bitta o'qi telefon qilib, odam o'litgan ekansiz, bu yerda odam o'lmagan, biz mashina mesniymiz, unaqa bunaqa. U mesniy bo'lsalar, o'ka mesniy bo'lib turib bilmas ekanlar. U o'sha joyda xodim o'zi aytib turibdi. Xodim har kun o'sha joyda. Yo'q, gapirmaydi. Ha, u misol uchun biz yerga qaraymiz dedi. Mashina olib chiqar desa, unam bitta xodim bo'ladi endi. O'sha joyga mas'ul inson bo'ladi. Oddiy kiyimda-yu, lekin o'sha joyga mas'ul inson unam bitta. Xo'p deb mashinani pastga olib tushmadim bo'lsa, mashinani olib tushaman degandim men. Yana keyin mana shunaqa xodim o'zi aytdi. U xodim ishlamaydi. Haqida siz ma'lumotingiz hali to'liq yo'q ekan, ko'ka siz meni undan oldin bu gaplar chiqmasdan oldin men to'g'ri video qo'yganman, zo'r video qo'yganman. U joyi kadrini chiroyli, yaxshi gaplar bilan maqtab qo'yganman bu joyni. Desam, siz noto'g'ri ana o'qibsiz, sizlarni deb, ash ko'prik buzilib ketdi, ash ko'prikda maza qil. U ko'prik men yaxshilab tahlil qildim, surishtirdim. U ko'prik bir odam qatnaydigan ko'prik emas ekan, prosta taka qo'yilgan ko'prik. Misol uchun chiqib o'ttasiga boradi, anaqani ko'radi, yo bo'lmasa tushadigan, cho'miladigan joy. Cho'miladi. Ha, lekin o'zir o'sha ko'prikni olib tashlagandan keyin bitta ikkita blogerlar borib, maza qilib cho'mildi, dam oldi, zo'r bo'ldi deb turib, video qilib chiqdi, ularni ham ko'rdim. Shu kommentlar tufayli men o'shanga qaysidir ma'noda javoban video qilib qo'ydim. Misol uchun, sizlar sababchi bo'ldinglar, Vitsin sababchi bo'ldi, Ne'matilla sababchi bo'ldi, bu ketdi-da. Bitta ko'prik buzilib ketsa, sizlar sababchi bo'lasizlar. Masalan, sizlar buzib olmasangiz, o'shancha bloger bor, video qilgan, sababchi bo'lmagan biz. Odamlar ham ko'p soyoz o'ylaydigan, soyoz fikrlaydigan bo'lib ketdi-da. Shunaqa holat bo'ldi. Yana video qildim. Bo'lib ketdi. Mayli, ko'pchilik masalan taqiqlangan joy ekan-ku joylar. Cho'milish bilmaydigan odam tushib qolsa ketdi ekan-da, to'g'rimi? Ha, o'ka suv bilan o'zi ko'rishsiz-ku, hozir suv bilan ko'p qancha odam o'zi yo'qolib qolyapti-da suvda. Shunaqa bo'libdi. Bitta odamni qutqargan tushib, 3 ta odam topib chiqyapti-da endi. Shunaqa. Hayron qolasiz. Nabrot yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. O'sha joy buzilganiga men qaysidir ma'noda xursandman, chunki bitta inson haliga bilib olmaydi-da. Ega borsa, libo odam tushgisi kelib ketadi-da. Men ham tushkim kelib turibdi, lekin suv sovuqligi uchun men o'zimni ana saqladim. Bo'lmasa tushardim. Abitroqda borganimizda ham tushardim, quyosh chiqdi. Quyoshlar botgan paytda borib qoldi, shomga yaqinroq. O'sha payt xavfli payt. Mana aytisiz-ku, o'sha tortib ketishga ozgina qoldi. Shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Rahmat, xush kelibsiz. Shunchalik vaqtingizni ajratib. Zo'r sayohatlar bo'libdi. Keyingilarda ham Xudo xolasa chiqqaningizdan keyin yana bir suhbat qilamiz. Xudo xolasa taassurotlarini aytib berasiz. Inshaalloh. Xudo xolasa. Tez orada e'lon qilamiz inshaalloh keyingilarni ham. Kuzatib borishadi. Ha, hammalar kuzatib turishadi. Namangancha podkastdan uzoqlashmani bundan keyingilari ham juda ham ajoyib suhbatchilar bo'ladi. Sizlar uchun qiziqarli, juda ham qiziqarli bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Namangancha podkastdan uzoqlashmani xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling aka. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q, namangancha gaplashamiz, qani let's go.